qanaqa qilib kichkinagina bitta yaxshilanish sizni tajribangizda kompaniyani moliyaviy natijalariga, moliyaviy holatiga yaxshi ta'sirlar o'tkazgan? Qo'llash orqali samaradorligini 20% ga oshirish mumkin. Isrof qatda ko'p bo'lganini aytib, bunga qanaqa yechimlar qilish mumkin degan narsani xullas razbor qilmoqchimiz. Momentalniy tushunarli yog'i. Bu qiymat keltiradigan haqiqiy ishlab chiqarish. Siz tomoningizdan qanaqa sovg'a bersak bo'ladi? Bitta sovg'a e'lon qiling endi. Assalomu alaykum. Mana bugun xudo xolasa biz Buxgalteriya 360 podkastimizni 3-sonni olamiz va o'tgan safar va'da berganimizdek, bugun ham o'zining sohasida top mutaxassislardan biri Abdulaziz akani chaqirganmiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Jalol aka, assalomu alaykum. Avvalambor taklif uchun ismim Muhammedov Abdulaziz, Kaizen bo'yicha O'zbekistonda ekspert bo'laman. Hozirgi kunda Next Generation Development Management Consulting kompaniyasining rahbari bo'lib ishlayman. Shu kungacha masalan faoliyatimizni UzAvtoda boshlaganmiz, lokalizatsiya bo'limida. Undan keyin texnoparkda ishladik, sanoatni avtomatlashtirish va robotlashtirish bo'yicha va undan keyin shu hozirgi kunda kompaniyalarni optimallashtirish, tizimlashtirish bo'yicha shug'ullanamiz, ya'ni Kaizen metodologiyasi bo'yicha. O'zingizni tanishtirganingiz uchun rahmat. Zo'r. Aka, menda birinchi savolim bunaqa. O'zim mana bizani tadbirkorlarga yoki bizani kuzatuvchilarga bitib qisqaroq tushuntirib beringchi, o'zi Kaizen nima o'zi u? Xo'p, Kaizen hozirgi kunda juda ham populyar moda bo'lyapti. Yaqindan yana ham moda bo'ladi, chunki bu bo'yicha davlat dasturlari ham boshlayapti. Hamma joyda o'sha eshitishni boshlaysizlar. Kaizen bu o'sha Yaponiya chadan olingan metodologiya, Yaponiyadan kirib kelgan desa ham bo'ladi. O'zi tarjima qilgan bo'lsak kontekstda Kaizen bu doimiy takomillashtirish degani. Bu nafaqat bu biznesda, bu shaxsiy hayotda ham, o'zimizdan munosabatlarda ham, nima deydi, biznesda ham ishlatsa bo'ladigan bu metodologiya hisoblanadi. Ya'ni kichik qadamlar bilan katta o'zgarishlarga erishish. Odatda kompaniyalarda masalan o'zgarish deganda, transformatsiya degani nima bo'ladi? Konsultansiya komandasi keladi, birdaniga butun boshli katta transformatsiyalar boshlanadi yoki ERP qo'yayotganda butun kompaniyaga qo'yiladi. Kaizen filosofiyasi qanaqaki, agar kompaniyani rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, katta investitsiya shart emas. O'sha natijaga vaqt yo'qotmasdan turib, har kuni kichik o'zgarishlar bilan, rivojlanish bilan yetib borsang bo'ladi degan falsafa oddiy qilib tushuntirganda, lekin tegini olib qaraganda biz hammamiz o'zi Kaizenni ishlatamiz hayotimizda. Shu. Rahmat. Qarang, hozir siz aytdingizki, yaqinda yana ham ko'proq ishlasizlar, chunki davlat dasturi ishlab chiqilyapti dedingiz. Iloji bo'lsa shu davlat dasturi haqida ozgina ma'lumot bera olasizmi ko'proq? Nima u davlat dasturi? Davlat rahbari tomonidan may oyida e'lon qilindiki, hamma ko'rdi, adashmasam, yangiliklarda 100 ta kompaniyada Kaizen loyihalarini joriy etish bo'yicha. Asosan fokus bu yerda ishlab chiqarish kompaniyalariga qaratiladi. Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan adashmasam bu yerda ro'yxat shakllantirilyapti va shu bo'yicha tanlangan kompaniyalarda joriy etilish boshlanadi. Demak, tushunishim bo'yicha prezident tomonidan eng muhim ishlab chiqarish kompaniyalarini tannarxini tushirish, ularning effektivligini oshirish bo'yicha aynan Kaizen metodologiyasini qo'llash bo'yicha tashabbus ilgari surilyapti va yaqin orada shu loyihalar boshlanib qolsa ham kerak. Juda ham yaqin orada aytishim mumkinki, balki bo'lishi mumkin, bu podkast chiqishigacha loyihalar boshlangan bo'lishi ham mumkin. Sizni ketmoqchi ucharkanda? Yo'q, endi shunaqa desa ham bo'ladi. Bu narsani biz o'zi anchadan beri bu o'zi lobbilik qotdimi deysiz? Yo'q, lobbilik emas. Bu yerda biz bu ishni boshlaganimizda ko'proq ijtimoiy loyiha, jamiyatga kerak loyiha sifatida boshlaganmiz. Chunki boya o'zimni tanishtirganimda aytdimki, avtomatlashtirish, robotlashtirish bo'yicha shug'ullanganimizni ko'rganmizki, O'zbekistondagi kompaniyalar juda ham samarasiz ishlaydi, juda ham neeffektivniy. Biznes proseslar to'g'ri yo'lga qo'yilmagan. Va biz tushunganmizki, raqamlashtirishdan oldin, kompaniyalarni avtomatlashtirishdan oldin uni birinchi biznes proseslarini to'g'ri yo'lga qo'yib olish kerak. Ya'ni xaosni tasavvur qiling, muammo bor kompaniyada, u muammoni raqamlashtirib qutara olmaysiz. Birinchi muammoni yechasiz, keyin uni
optimallashtirish uchun sifrovizatsiya bo'ladi, ya'ni raqamlashtirish bo'ladi. Qarang, mana hozir siz aytasiz-ku, kompaniyalar uchun qilamiz buni, asosan ishlab chiqarish deyapsiz. Men tushunchamda kompaniyani o'sha samaradorligi, yaxshilangani, yaxshiroq ishlayotganligi baribir pulda o'lchanadi-da. Ya'ni biz uni ko'proq foyda qilayotganida, tannarxni tushirib, o'sha xarajatlarni kamaytirib, ko'proq foyda qilayotganda o'lchaymiz-da. Men misol uchun men o'zim mutaxassisligim buxgalteriya bo'lgani uchun, men kompaniya zo'r ishlayotganini uni moliya hisobotlariga qarab aytaman-da. Qanchalik uni likvidligi yuqori, qanchalik uni o'sha ROI'si baland, qanchalik rentabligi baland, qanchalik suratda o'syapti va hokazolar. Endi siz menga bitta misol ayta olasizmi? Qanaqa qilib kichkinagina bitta yaxshilanish sizning tajribangizda kompaniyani moliyaviy natijalariga, moliyaviy holatiga yaxshi ta'sirlar o'tkazgan? Hamma umuman loyihalar kompaniyada o'zgartirish kiritishdan maqsad bu moliyaviy yaxshilanishga olib borish kerak. Bu kayzen bo'ladimi, raqamlashtirish bo'ladimi, oxir oqibatda boshqaruvni osonlashtirish, tannarxni tushirish va umumiy olganda kompaniyani rivojlantirish, ya'ni ko'proq foyda olishga qaratilgan bo'ladi. Endi kayzen bo'yicha aniq bir misol aytadigan bo'lsak, masalan, kayzenni ishlab chiqarishda qo'llash orqali samaradorligini 20% ga oshirish mumkin. Bizning tajribamizda bo'lganki, masalan, o'sha muzani ko'p gapiramiz. Biz proyektni bitirib chiqib ketayotganimizda, o'sha liniya, o'sha odam soni, o'sha texnika, joy kamroq foydalanish boshlangan, 20.5% samaradorlik bo'lgan. O'tgan yili adashmasam sentyabrda borganimizda bu natijani ular o'ziga 60% gacha olib chiqishgan. Endi tasavvur qiling, 1000 tani o'rniga 1600 chiqyapti. O'sha odam soni, o'sha energiya, o'sha joy, o'sha liniya. Xuddi shunaqa, bu misol sarqas aytdim, boyga sonni, bu real anaqa emas, haqiqiy case demoqchisizda. Haqiqiy case, lekin o'sha son emas, ya'ni liniyadan chiqqan son 1000 ta emas-da, u boshqa bo'lishi mumkin. Tushundim. Xuddi shunaqa O'zbekiston pochtasi deyarli 1 ga 1 oshirilgan. Yoki masalan Termoplast avtomat kompaniyasi bo'lishi mumkin. Ulardagi qoliplarni almashtirish jarayonini tezlashtirish orqali taxminan ishlab chiqarish hajmini 5-10% ga oshirish mumkin. O'sha faqat qolip almashtirish jarayonini tezlashtirish orqali. Ya'ni ko'p kompaniyalarda ayniqsa sezon paytlarida buyurtma ko'p bo'ladi, ulgura olmay qoladi. Bu oddiygina resurslardan to'g'ri foydalanishga bitta misol. Endi ikkinchi tomonidan bor. Bozorda ustunlik degan narsa bor, to'g'rimi? Bu masalan muddatlarga o'ynaydi. Biz qachonki o'rtada o'sha kayzenda 8 turli yo'qotish bor, kutish, tashish, ortiqcha ishlab chiqarish, ortiqcha zaxira, ortiqcha ishlov berish, ortiqcha operatsiyalar, xullas shunga o'xshagan 8 ta turi bor. O'shani yo'qotish orqali biz muddatni kamaytiramiz. Ya'ni buyurtma olingandan to yetkazib berilgungacha bo'lgan muddat qisqaradi. Bu nimaga olib keladi desangiz, ayniqsa buyurtma asosida ishlab chiqaruvchilar bor, to'g'rimi? Brend korobkalar chiqarishi mumkin yoki mebel chiqarishi mumkin, to'g'rimi? Ular bozorda tezroq xizmat ko'rsatish, tezroq o'zini mahsulotini yetkazib berish orqali ustunlikka erishadi. Ko'proq qimmatroqga sotishni boshlaydi. Bu ham bitta ko'rinish. Endi uchinchi ko'rinishi bor. Bu eng katta muammo, masalan, sizlar kakras boyatdingiz, buxgalteriyadagi eng katta muammodan bittasi umuman kompaniyalardagi pul har doim kompaniyalarga yetishmagan, ularni zaxiradagi pullarini umuman kamaytirish. Ya'ni kayzenda oqim hosil qilish kerak deymiz. Oqim nima degani desak, iloji boricha biz pul tikdikmi, unga yarim tayyor mahsulot sotib olinib, kerakli miqdorda, ko'p emas. Skladni to'ldirib tashlashimiz kerak emas. Tez ishlab chiqarib, tez klientga yetkazib berib, mijozga yetkazib berib, undan pulini olishimiz kerak, to'g'rimi? Mana shunga kayzen orqali qadam-qadam rivojlanish orqali yetib boramiz. Xo'p, masalan, asosiy kompaniyalardagi pul qattiq yo'qotiladi, qattiq muzlab qoladi deydi. Odatda birinchi navbatda omborxonalarda. Omborda har doim, ayniqsa xomashyoda upakovkalar keragidan ortiq bo'ladi. Ertaga masalan xomashyo vaqtida yetib kelmasa-chi, производством to'xtab qoladi deb turib, ko'proq anaqa qilishadi, buyurtma berishadi. Va buning orqasidan kerakli miqdordan 2-3 barobar ba'zi paytda ko'proq xomashyo sotib olishadi. Lekin ko'plar aytishi mumkin, buni ishlatamiz-ku deb. Birinchi navbatda puli narxi bor. U kun sayin
o'zini o'zi pul olib kelishi o'rniga o'tirib qoladi, muzlab qoladi. Ikkinchi tomoni bo'lsa, bu masalan qadoqlash mahsulotlari deylik, xom ashyosi, upakovkalar. Ular bizda nima ko'p, marketing otdeli tez dizayn o'zgartiradi. Yoki sezon tugab qoladi. Bu holatda qolib ketadi, pul muzlab qoladi. Bu yaxshi holatda. Agar dizayn o'zgaradigan bo'lsa yoki yangi mahsulot bozorda o'z o'rnini topmasdan turib ketmaydigan bo'lib qolsa, bo'ldi, u haqiqiy chiqindiga aylanadi. Ikkinchisi bo'lsa, bu ishlab chiqarishi o'zini o'rtasida turadigan pul bo'ladi. Ya'ni boyagi aytgandek, yo'qotishlar, kutishlar orqali partiya bo'yicha ishlab chiqarganimizda o'rtada ko'proq xom ashyo talab qilinadi. Anaqaga Kaizen kompaniyasiga nisbatan 20-30% ko'proq mahsulot o'rtada turib qoladi. Uchinchi turdagi zaxira qattiq yo'qotiladi desa, bu logistikada yo'qotiladi. Logistikada bu biza odatda Xitoydan buyurtma beramiz. Yo'lga ko'proq vaqt ketib qoladi. Masalan, 15 kun odatda ketadigan bo'lsa, ba'zi payti 21 kun, 30 kun ketib qolishi mumkin. Bu ham bir vaqt jihatidan yo'qotilgan, pulimiz aylanmayapti, yo'lda turib qolgan desa ham bo'ladi. Keyingisi bu mijozni polkasida turgan pullarimiz. Ya'ni unga keragidan ortiq berib tashlaymiz. Ayniqsa oziq-ovqat kompaniyalarida hozir mijozlarimiz ko'p ko'ramizki, keragidan ortiq mahsulot berib qo'yishadi do'konlarga va muddat o'tib u vazrat bo'lishni boshlaydi. Buni Kaizen qanaqa qo'llaniladi desa, har doim do'konlarni analiz qilish orqali, ulardagi sotuvlarni, shu buyurtmalarni chastotasini hisoblash orqali ularga kerakli miqdorni berish mumkin. Yoki teskarisi boshqa tomondan bu merchandizerlar doimiy ravishda kontrol qilib, qanaqadir ham miqdor qolgandagina avtomat buyurtma berish holatiga olib kelish mumkin. Tushunarli. Zo'r. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, Kaizen har xil optimizatsiyalar qiladi, lekin baribir uni biz oxirida foyda beryaptimi yoki yo'qmi, buxgalterni hisobotida ko'ramiz. Xuddi shunaqasi ham bo'ladi. Masalan, biz ham hozirgi kunda ochig'ini aytaman, kompaniya egasiga loyihamizni sotmoqchi bo'lsak, tabiiyki uni moliyaviy effektni ko'rsatib berishimiz kerak. Har bitta masalan audit o'tkazadigan bo'lsak, audit bo'yicha masalan savdo yo'nalishi bo'yicha, ta'minot bo'yicha, zaxiralar holati bo'yicha yoki umuman ishlab chiqarishdagi holat bo'yicha ularni nozik nima derdi, tor bo'g'larini ko'rsatib beramiz, to'g'rimi? Va ular taxminan qancha yo'qotish qilib ketayotganini ko'rsatamiz. Shu raqam bo'lsagina odatda mijozlar o'zgarishlarga kirishishni boshlashadi. Change managementni qabul qilish uchun ular birinchi natijada nima olishligini ko'rish xohlashadi. Oddiy tizimlashtirish, hop, menga tizimni beradi. Qancha savol beradi. Xuddi shunaqa. Hattoki masalan tizimlashtirishgan eng primitiv shundan deganimiz bu operatsiyonkadan xolis bo'lish. Xalos bo'lish deydi. Hop, biznes egasiga xalos bo'lish nimaga olib keladi desa, erkinlik yoki o'sha bo'sh qolgan vaqtini yo boshqa pul topadigan ishlarga sarflashga olib keladi. Yoki strategiya qiladi. Strategiya qilib qiymatini oshiradi. Masalan, biznes egasini agar vaqtini analiz qiladigan bo'lsa, undan 30-50% bu operatsiyonkaga, boshqalarga delegatsiya qilish mumkin bo'lgan vazifalar ketadi. Shu qismini olib tashlab delegatsiya qilib turib, biz qiymati ko'proq, qimmatroq qismini o'zimiz olib qolamiz. Va tabiiyki bizning vaqtga nisbatan narximiz oshishga boshlaydi. Zo'r. Tushunarli. Birinchi mana shu podkast orqali ham odamlar o'zida Kaizenni qo'llash mumkin, chunki bu insonning tabiatida bor. Bu har bir odam hayotida kundalik bo'lmasa ham, masalan, har hafta, har oy shug'ullan nima deydi, ishlatadigan bu instrument falsafa desa ham bo'ladi. Kelib chiqishini boshlangan o'zi desa, shu Yaponiya ikkinchi jahon urushida mag'lub bo'lgandan keyin kompaniyalari tashqi bozorga eksport qilish, pul ishlash yo'lini qidirishni boshlashadi va tabiiyki raqobat bilan duch kelishadi, ayniqsa Amerika bozorida. Toyota degan o'sha Taichi Ono tejamkor ishlab chiqarish asoslarini fundamentini qo'yishni boshlaydi. Masalan, Amerikaga borganda supermarket yurganda o'tdan bitta instrument olinadi. Qanaqa instrument deydigan bo'lsak, masalan, biz avtomobil ishlab chiqaramiz, liniya bor, mahsulotlar o'z vaqtida kerakli miqdorda yetkazib beriladi. Tugashiga yaqin supermarketga o'xshab to'ldirib qo'yiladi. Bu Amerikadagi supermarketlardan olingan bitta anaqa model. Yoki ikkinchisi TWI deydi, ya'ni
ishlab chiqarishda o'qitish deydi. U qayerdan olingan desa, bu ham Amerikadagi Navy deydi-ku, Amerikadagi dengiz qo'mondonligidan olingan instrument. Navy. O'shandan olingan instrument. Ya'ni bizda eng katta O'zbekistondagi katta muammo kompaniyalarda, biznesda, umuman hamma sohasida kadr yetishmovchiligi. Xo'p, endi kadr yetishmovchi bo'lsa, biz tashqaridan chempionni qidiramiz, lekin topa olmayapmiz. Kaizen qanaqa yechamiz desa, o'sha TWI degan instrument borki, biz birinchi bo'lib turib har bitta ishchi xodim yoki pozitsiya o'zi nimalar bilan shug'ullanishini belgilab chiqamiz. Yozib chiqamiz, to'g'rimi? Yozib chiqqanimizdan keyin endi 4 ta anaqa bo'ladiki, darajasi bo'ladi, ularni baholab chiqamiz. Masalan, endi kelgan ishchi qisman o'zi qila oladi ishni. Ikkinchi darajasi bu deyarli o'zi qila oladi hamma ishni, faqat kritik holatda mentor yoki mutaxassis yordam kerak bo'lishi mumkin. 3-darajasi hamma ishni o'zi eplay oladi. 4-darajasi bu boshqalarni o'qita oladi ham degan. Xuddi shunaqa bitta insonga nisbatan hamma proseslar bo'yicha baholanib chiqiladi. Ana undan keyin bo'lsa, uni anaqa bo'ladiki, o'qitish tizimi yo'lga qo'yiladiki, o'sha yetishmayotgan kompetensiyalar o'qitilishi boshlaydi kompaniyaning ichida o'zida. Unga masalan qisqagina prezentatsiya tayyorlash mumkin. Ularga ustoz biriktirish mumkin. O'sha yetishmayotgan anaqalar bo'yicha. Xuddi shunaqa Yaponiyadagi Toyota kompaniyasidan chiqqan va 50-yilda Masaki Imai tomonidan bu Kaizen filosofiyasi tomon qo'yilgan. Kaizen bu filosofiya va instrumentlarning yig'indisi. Ba'zilar tanqid qiladi bu gapimizga. Instrumentlar o'zi hamma joydan olingan. Toyotadan olingan, Amerikalik kompaniyalardan olingan, GMdan olingan, Forddan olingan. Asosiysi bu yerda filosofiya. Filosofiyasini bitta gap bilan tushuntirib bera olasizmi? Doimiy takomillashtirish. O'zining anaqasi, tarjimasi, doimiy takomillashtirish. Biz yangi standart kompaniyaga qo'ydik. Kaizen filosofiyasi bo'yicha bu standart doimiy bir xil ishlayvermaydi. Ma'lum muddatdan keyin davriy buni yengillab turishimiz kerak. PDCA. Plan qil, bajar, amalga oshir, uni natijasini nazorat qil, ya'ni kuzat va unga qarshi akt, ya'ni unga qarshi chora ko'r. Agar bu ishlagan bo'lsa, bo'ldi, bu standartga aylanyapti. Agar bu instrument ishlamagan bo'lsa, demak qaytadan plan qilasan, amalga oshirasan, natijasini kuzatasan, yana chora ko'rasan. Ya'ni mana shu jarayon, zanjir doim aylanib turaveradi. Xuddi shunaqa. To'xtovsiz. Bu hech qachon to'xtash kerak emas. Bu doimiy aylanib turadi. Bu biznesning har bitta bo'g'inida oddiygina misol, masalan, boyatdan hamma kompaniya deyarli o'z oldiga yil boshida plan qo'yadi. Sotuv bo'yicha, foyda bo'yicha, to'g'rimi? Xuddi shunaqa plan qiladi. Yil boshida yil davomida amalga oshiradi va qanaqadir ham bir har chorakdami uni nazorat qiladi. Plan bo'yicha ketyapmizmi, yo'qmi? Agar plan bo'yicha ketmayotgan bo'lsa, tabiiyki kompaniyalar, yaxshi ishlagan kompaniyalar chorasini ko'rishni boshlaydi. Ya'ni kvartalda biz nima orqada qolyapmiz planni. Xuddi shunaqa aylanib sikl davom ettiradi. Bu kompaniya eng tepasidagi maqsadi bo'yicha. Endi jarayonlar bo'yicha ham xuddi shu narsani qo'yishimiz mumkin. Bir kun biz masalan buxgalteriya kompaniyasi mijoz bilan aloqa yo'lini aytaylik, kommunikatsiyani aytaylik, eng qiyin soha bo'lsa kerak, adashmasam, to'g'rimi siz kompaniyangizda? Hozir buxgalteriya bo'yicha batafsil sizga savollar bor. Aynan harakat qilib ko'raman. Mana shu podkast bahona o'zim muammolarimni yechib olishga. Xuddi shunaqa bu Kaizen filosofiya asosan va instrumentlarning yig'indisi. Zo'r. Yana qaytaraman, meni tanqid qilishadi, ba'zi payt aytaman, Kaizen bu parazitga o'xshagan narsa. Hamma yaxshi narsalarni o'ziga oladi instrument qilib olib. Uyalmaydi. Yo'q, uyalmaydi. Hozir masalan Kaizen institutini ham yangi tematikalarni, reklamalarini ko'radigan bo'lsangiz, AI bo'yicha, data anaqa nima deydi, ma'lumotlarni boshqarish bo'yicha hozir ketyapti. Yana ham keyingi bosqichdagi AI bo'yicha ketyapti, sun'iy intellekt bo'yicha. Ya'ni o'z Kaizen nima bo'lsa ham bu doimiy takomillashtirish kichik qadamlar bilan. To'xtamaydigan tirik organizm. Bu o'zi yangi emas. Masalan, bu Yevropada Lean deb nomlanadi. Lean, ya'ni ozg'in degani, Lean deb aytiladi. Bu hattoki sobiq Sovet davrida ham bo'lgan.
Shu ko'rinishi. Qanaqa desanglar, nomi Научная организация труда bo'lgan. Ha. Ya'ni bu faqat yaponlarniki emas, bu faqat yaponlarni filosofiya qismi juda ham kuchli bo'ladi. Ya'ni disiplina qismi yaxshi bo'lgani uchun dunyoga eng keng tarqalgani shu. Qarang, mana hozir bitta kinodagi anaqa esimga tushib qoldi. Bitta gap, mashhur gap bor-ku, mana bu. Xo'rozqan chet ellik bo'lsa yotib olib berasanmi deydi-ku. Hozir siz bizaga Yaponiyani yoki bo'lmasa umuman har xil xorijiy mamlakatlarni biznes haqidagi yoki jarayonlarni boshqarish haqidagi falsafasi bu deyapsiz-da. Aynan mana shu falsafa o'zi O'zbekiston muhitiga, O'zbekistonni sharoitiga yoki bo'lmasa bizani mentalitetimizga qanchalik mos keladi? Ya'ni Kaizen falsafasi bizani mahalliy aholini falsafasiga qanchalik mos yoki jarayonda qanchalik muammolar ko'p bo'ladi sizda? Ya'ni Kaizen joriy qilayotgan paytingizda bizani falsafamizga, bizani madaniyatimizga to'g'ri kelmaganligi uchun qiyinchiliklar bo'lib turadimi sizda? Men Kaizenni juda ham zo'r savol o'zi. Eng katta muammo ham shu yerda bo'ladi. Aha. Agar mana shu narsani hozir biznes egalari tushunadigan bo'lsa, Kaizenni osonlik bilan joriy etish mumkin. Sababi instrumentlar juda ham oddiy. O'zi har doim qilib yurgan ishlarimiz ham bo'ladi. Yaponiya bilan solishtirmaymiz, o'zi butun dunyo bo'yicha o'sha lean deymizmi, qarshilikka uchraydi, muvaffaqiyatsiz кейslari ko'p bo'ladi muvaffaqiyatlilardan ko'ra. Masalan, O'zbekistonda ham meni hisobim bo'yicha o'rtacha bir 100 ta kompaniya Kaizen proyekti qilib ko'rgan. Shu bir 15 yil davomida. Lekin men bilganim faqatgina 2 ta kompaniyada bu davomiy etyapti. Bu hammaga mashhur Safiya, ikkinchisi bo'lsa bu Orzu Medical. Endi nomi chiqqanini aytmayman. Ya'ni davomiy bo'lib turib, hech qachon to'xtatmasdan ketayotgani. Bor masalan Kaizen, buchi Kaizen nomlanishi har xil. Absolutno hamma katta kompaniyada bu tizim bor. Bu bor GMda bor masalan. O'zimizning hozir UzAuto Motorsda bor. GMS degan sistema adashmasa. Global Manufacturing Systems mi GMS. Kia'da bor masalan. ADM Jizzax Manufacturing System adashmasam bir ko'rganimda. Ko'zim tushgan edi. Xuddi shunaqa dunyoda Bosch bor, Bosch Manufacturing System. Ya'ni bu tizim o'zi bor. Hattoki ISO 9001 ham xuddi Kaizenni faqat qog'ozbozchilikka ko'proq qaratilgan anaqasi. Ko'rinishi. Endi O'zbekistonga to'g'ri keladimi yo'qmi? Siz faqat O'zbekistonga emas, butun dunyoga dagi eng katta muammo bor. Bu boyatik Kaizen filosofiya va instrumentlar. Instrumentlarni joriy etish, natijani momentalni olish muammo emas o'zi. Optimizatsiya bo'ladi. Lekin uni davomiy kompaniyada madaniyat sifatida shakllantirish bu eng katta muammo. Bu sabab ildiziga boradigan bo'lsak, nimaga bu muammo yuzaga keladi desa, bu komandani to'laqonli loyihalarda ishtirok etmasligi va yana ham eng asosiy muammosiga chiqadigan bo'lsa, loyihada kompaniya egasini qatnashmasligi. Bizani ko'p tadbirkorlar pul to'ladim, bo'ldi, konsultant kelib turib, tizimlashtirib, hammasi zo'rib ketadi deb o'ylashadi. Lekin Kaizen loyihasi bu to'g'ridan to'g'ri kompaniya egasi ishtirokini aniq qiladi. Siz hozir kompaniyaning rahbarini aybdor qilyapsiz, men tushunishim bo'yicha, lekin qarang, men shunaqa tushuncham borki, Kaizen bu jamoadagi har bitta xodim har kuni nimadir yangilanishni taklif qilishi yoki bo'lmasa bu disiplinani qo'yish uchun ham o'sha rahbar boshida turib berish kerak, turish kerak, kontrol qilish kerak boshida. Keyinchalik bu narsa tizimga tushib ketishi mumkin. Unda ham to'liq rahbar chiqib ketadi degani emas. Ko'proq aytishligi mumkin kommentariyada. Operatsiyadan bu siz ham Kaizensiz ham chiqsa bo'ladi-ku, chiqsa bo'ladi. Masalan, lekin chiqishda ham chiqishi bor. 2-3 yil oldin moda bo'lgan edi, operatsiyadan chiqish temasi. Hamma joyda reklamalarda operatsiyadan chiqishi xolismi deb turib, reklama ketyapti. Qanaqa chiqishda? CEO, ya'ni direktor ishga olishadi. Muammo to'la kompaniya. Bo'ldi, yaxshi qimmat 5-10 ming dollarlik yoki undan qimmatroq direktor olishadi, qo'yib qo'yishadi, o'ziga ketdi Maldivga qarab. Lekin muammo yo'qqa qolmaydi. Kompaniyalar bilamizki, u tegi bilan qulab, tizim qulab bankrot bo'lgan holatlar ham bor. Ya'ni transformatsiya kompaniya egasi boshchiligida shakllanadi. Qarang, boshqa tomondan, men boya
madaniyatimiz haqida gapirganimda quyidagi savolimni ochiqroq aytaman endi. Mana bizada kompaniyalarda, umuman bizneslarda, jamoalarda shunaqangi holat men ko'p kuzatamanki, ya'ni bizada rahbarlar yuqori darajada ko'riladi-da. Ya'ni rahbarni aytgan, degan yoki bo'lmasam jamoadagi eng aqlli inson bu rahbar, jamoadagi eng mas'uliyatli inson bu rahbar, jamoani o'zgartirish mumkin bo'lgan inson bu rahbar, faqat rahbarga urg'u beriladi-da. Lekin Kaizen'da bu har bitta shaxs o'zi qilayotgan ishni optimallashtirish haqida o'zi taklif berish kerak. Lekin tushundim sizni. Qarang, mana shu kungacha rahbardan salom alaykum uyog'iga o'ta olmay qo'rqib yoki juda ham katta subordinatsiyada yurgan xodimlar bir kunda Kaizen'ga o'tib, endi har kuni yangi ideyalar yoki bo'lmasa yangi optimallashtirishlar haqida taklif berish tizimi menimcha muammomikan deb o'ylayman. To'p nomini ham to'g'ri aytdingiz. Instrumentda taklif berish tizimi. Biz 3-6 oy davomida joriy etamiz bu narsani. Xuddi shu sistemani instrumentni o'zi asosiy proyektlarimizni qismini tashkil qiladi. Ya'ni qanaqa 100% qo'shilaman, birinchi navbatda o'rtada anaqa bor, devor bor. Rahbar va oddiy xodimlar o'rtasida. Bunga qanaqa erishamiz? Biz brigadirlar yoki menejer o'rta bo'g'inni o'qitamiz. Undan ham oldin birinchi rahbar bilan kelishib olamiz. Kelinglar, shu ish qilmoqchimiz, planni beramiz. Faqat bir sharti bor. Ertaga taklif bergandan keyin jazolash yo'q. Chunki boshida juda ham yomon takliflar bo'ladi. Oyligimni ko'tar, stol qo'yib ber. Hamma oyligini ko'tarish haqida. 100% hamma proyektda bo'ladi. Shuning uchun kelishib olamiz boshida. Chiziq ana qilib, o'qib, chunki u yozma shaklda beriladi. Qutini ham qo'yamiz. Unda kerak bo'lsa rasmini ham ko'rsatishimiz mumkin. Ilova qilishimiz mumkin. Kelishib olamiz boshida. Ya'ni chidash bo'yicha va kelishamizki, zo'r ishlagan, optimizatsiyaga olib kelgan loyihalarni mukofotlash bo'yicha. Xo'p, nimadan boshlaymiz? Kaizenni agar kompaniya taklif bu bitta qismini aytaman. 3 ta kamida bizda trening bo'ladi. Bu kompaniyaning ichini o'zida. Bu hammasi biz tomonidan olib borilmaydi. Kompaniya ishlab chiqarish direktori yoki operasion direktori yoki rahbari yoki brigadirni o'qitamiz, ularni Kaizen asoslari, ya'ni yo'qotishlarni ko'rish kerak. Nima qiymat, nima yo'qotish o'rgatamiz. Ikkinchisi bu 5S tizimi bor, ya'ni ish joyini tashkil qilish bo'yicha, to'g'ri tashkil qilish bo'yicha. Uchinchisi bo'lsa taklif berish tizimi. Ya'ni takliflarimizni qanaqa beramiz, qanaqa shaklda va nimaga olib kelish kerak. Shu narsa qayta 2-3 marta o'qitiladi. Bir odam o'ziga o'rtacha 2-3 ta trening to'g'ri keladi. Bitta mavzu. Chunki bittada tushunmasligi mumkin. Unga har oy bir martadan o'qitamiz. Keyin oxirida taklif berish tizimini o'qitganimizdan keyin taklif berish qutumini o'rnatamiz. Xuddi saylov anaqasiga o'xshagan bo'ladi. Nima deydi? Yashigiga o'xshagan bo'ladi. O'tda blankalar qo'yilgan bo'ladi. Ya'ni kompaniyani xodimi o'zini protsessi bo'yicha nafaqat o'ziniki, umuman kompaniya bo'yicha xohlagancha berishi mumkin. Kamchiliklarni va eng muhimi uni qanaqa bartaraf etishini ko'rishi bo'yicha nima deydi? Taklif o'sha tizimini qo'yamiz. Keyingi masala bu endi har hafta uni ochish bo'ladi. Yashikni ochib, o'rta va yuqori rahbariyat har bittasini bittalab o'qib chiqadi. Va eng muhimi bu biza boshqa Kaizen, biz emas, boshqa kompaniyalar tomonidan qo'yilgan loyihalarni ko'rganimizda ko'plar aytishardiki, biz shu taklif berish qutumini qo'ydik. Ishlagan takliflarga 300 ming so'm, 500 ming so'mgacha mukofot puli qo'yganmiz. Lekin hech kim bermaydi, bo'm-bo'sh deb aytishadi. Keyingi qism bo'ladi, bu nazorat qismi. Uni ochgandan keyin endi qayta aloqa bo'lish kerak har doim. Hattoki ishlamagan taqdirda ham, ana yomon taklif uchun ham rahbariyat chiqib, nimaga ishlamasligini tushuntirib bera olish kerak. Mana shu eng qanaqasi. Keyingi bosqichi bo'lsa, ishlaganlarni amalda sinab ko'rib, uni mukofotlash kerak. Har doim bu pul ko'rinishida bo'lishi shart emas. Pul bo'lsa yaxshi. Biz loyihalarimizda pul berishni taklif qilamiz. Yaqinda shu bo'lgan keys bo'lganki, birinchi marta ochib turib taqdirlangandan keyin o'sha kunning o'zida 8 ta 10 ta yangi takliflar tushgan.
nimaga bizni taklif berish tizimi juda ham muhim deb hisoblaymiz и kayzenni boshlashimiz bilan buni joriy etishga harakat qilamiz. Chunki rahbardan ko'ra eng quyidagi operator yoki umuman ishchi, sizda masalan assistent deymizmi, kim deydi? Buxgalter emas, buxgalterdan yordamchi deydi. O'shalar jarayonlarni hammadan ko'ra zo'r bilishadi. O'sha ichida yurishadi. Nima to'g'ri ketyapti, asosan klient nimadan jalba qilyapti yoki ishlash jarayonida ishlab chiqarishda masalan nima qilsa u osonroq, yengilroq ishlaydi. Unda zo'r fikrlar bo'ladi. Va biz agar qachonki kayzenda yo'qotish turlarini aniq tushuntirib bersak, qanaqa nima deydi, qiymat nima turdagi ishlarimiz pul olib kelishini tushuntirib bergan bo'lsak, ular taklif berishni boshlaydi. O'rtadagi yo'qotishlarni, ortiqcha ishlarni, jarayonlarni olib tashlashga o'ziga harakat qilishni boshlashadi. Chunki bitta eng muhim narsalardan bittasini aytib ketay, optimizatsiya degani, kayzenni joriy etib, optimallashtirish degani bu xodimlarni ishini ko'paytirish degani emas. Birorta proyektimizda yoki o'sha loyihamizda bo'lmaganki, biz kayzenni loyihani joriy etganimizda ishchilarni ish ko'payib qolgandi. Qaytangi mehnat sharoiti yaxshilanadi. Masalan, birinchi navbatda mehnat sharoiti yaxshilanadi. Ikkinchidan bo'lsa, og'ir ko'tarishlar o'sha aytamizku, ortiqcha ish tashish bu o'zi bizga foyda olib kelmaydi deymiz. Ya'ni proseslarni to'g'ri joylashtirib turib, ish joyini to'g'ri tashkil qilganimizdan keyin, xuddi o'sha McDonald's anaqasidagi kinosini ko'rgansiz, Asnovakin. Nima pishiradi, uni vazifasi qiymat yaratish, bu pishirish jarayoni, to'g'rimi? Tashish emas uni ishi. Tashish, og'ir narsani tashish biz olib tashlaymiz. Va qarabsizki, u faqat bitta ish bilan og'ir ko'tarmasdan ishini davom ettiradi. Har bir bosqich bu bitta qiymat yaratish deb qaraladi. Xuddi shunaqa. Har kim o'zini qiymatini aniq biladi. Ya'ni misol uchun, xuddi shunaqa. Qovurish meni qiymatim. Xuddi shunaqa. Borib stolga qo'yish boshqa odamning qiymati. Bu masalan brigadir yoki bu yuqori, o'rta va yuqori menejment vazifasi qiymatni o'z umumiy proseslarni ko'ra olish tepadan. Ko'ra olish deyiladi. O'z shundoq ham Lean'da learning to see degan anaqa termin bor. Ya'ni umumiy zanjirni xaritalab chiqarimizdan keyin proseslarni o'zi bu proseslar kerakmi degan savol ham tug'iladi. Ba'zi paytda butun boshli jarayonni olib tashlagan paytimiz bo'ladi. Tushundim. O'sha olib tashlasangiz hech narsa o'zgarmaydi. Masalan, yakuniy natijaga ta'sir qilmaydi. Lekin biz o'zimizni qiynab turib ishlayotgan bitta aniq misol bering. Men tushundim, lekin auditoriya masalan, eng ko'pi mana olib tashalgan bitta qadamni ayting, tushuntiring shuni. Masalan, sifat nazorati. Ayniqsa ko'p kattaroq kompaniyalarda sifat nazorati har bitta prosesga qo'yiladigan tashkilotlar ham bor. Ayniqsa uskuna yaxshi-ku bu. Yo'q, nimaga yaxshi? Oxirida agar u siz ham har bitta emas, oxiri, o'rta va boshiga sifat nazoratini qo'yib ham agar o'sha natijani oladigan bo'lsangiz, sizga ortiqcha xarajat bu narsa. Isrof borda bu yerda. Ha, xuddi shunaqa. Yoki masalan, logistika joylar har bitta etapda skaner qilishadi, to'g'rimi? Ba'zi paytda mana shu bitta filialni o'z ichida 2-3 marta qilishadi, prihodda o'zida. Vaziyat bo'lgan, men kompaniya nomini ayta olmayman. Olib tashlangan o'sha narsa. Mana nomini aytmasangiz ham ayta olasizmi jarayonni? Birinchi bosqichda nimaga skaner qilyotdi, ikkinchi bosqichda? Nimaga qilyotdi desangiz, ular 3 ta tizim ishlatishardi. 3 xil tizim bilan ishlashga majbur edi, chunki ular logistika bo'lgandan keyin klientning tizimi bor, o'zining tizimi bor, o'zining eski tizimi bor. Kompaniyani hisob tizimlari haqida aytyapti. Yo'q, bu umuman ERP ga o'xshagan, faqat logistikada bu kuzatish tizimi deydi, delivery management system deydi. Uni programmist kelib turib, to'g'rilab qo'yib, butun boshli yarim kunni ozod qilgan kompaniyani. Bu bitta holat. Yana holat bo'lishi mumkin, masalan, oddiygina buxgalteriyada ham bo'lishi mumkin hozirgi kunda. Odatda buxgalter yordamchilari bu o'rtada dispetcher vazifasini bajarishadi. Ba'zi paytda bo'lishi mumkinki, qanaqadir ham agar hujjatni mijoz o'zi yuborishi mumkin masalan. Endi bu qanchalik darajada to'g'ri aniq bo'ldi? Masalan, tasdiqlash masalasi. Yoki qanaqadir ham polnomochiy berib qo'ygan bo'lsa, buxgalteriga outsource deyilgan nazarda tutaman. Mani buyrug'imsiz agar shu yerda pul bo'ladigan bo'lsa, arenda pulimni anaqa har doim o'z vaqtida anaqa qo'y. To'lab qo'y. Podkastimizni joyga ko'rgan bo'lsangiz, endi orada tanaffus olamiz.
Xo'p, demak, men Sajjirov Olimov Win-Win Finance kompaniyasi asoschisi va rahbari bo'laman. Bugungi kunda biz 100 ga yaqin kompaniyalarga soliq, moliya va buxgalteriyaga oid xizmatlarni ko'rsatib kelmoqdamiz. Agar sizda hisob yuritish va hisobotlar bilan bog'liq qandaydir muammolar yoki qandaydir masalalar bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Biz sizga win-win, ya'ni ikki tomonlama manfaatli bo'lgan takliflarni tayyorlab qo'yganmiz. Hozirroq quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib biz bilan bog'laning. Endi podkastda davomini ko'ramiz. Mana hozir kimdir Kaizenga qiziqib ketib qolsa, Kaizenni qayerda o'qiydi yoki Kaizenni o'qiganlar qanaqa nomlanadi? Misol uchun iqtisod o'rganganlar iqtisodchi deyiladi, buxgalteriya o'rganganlar buxgalter deyiladi va biz ularni qayerda o'qishini, nima o'qishini bilamiz taxminan-da. Kaizen qayerda o'qiladi? Uni o'qib chiqqan odam kim bo'ladi? Korxonadagi lavozimi qanaqa bo'ladi? Вообще men misol uchun O'zbekiston kompaniyalarida bilmayman, Kaizenchi kim, o'zi nima qiladi va hokazolarda. Na. Kaizen o'qigan odam kaizenchi bo'ladi. Qayerda o'qiydi uni? Qayerda o'qiydi? Men o'zi umuman olganda o'qimaganman demak. Yo'q, o'qiganman. O'qimasdan anaqa qilaman. Menda shu texnoparkda kirganim birinchi haftasida turk odam dars berganlar Lean Production bo'yicha. Birinchi dars o'zidan keyin men chiqib izlashni boshlaganman. Xo'p, bu narsani qayerdan o'rganishim kerak ekan. Juda ham zo'r narsa ekan degan. Как раз men qidirayotgan narsa ekan deb boshda chiroq yonadi-ku. Nima deganlar shunchalik chiroq yongan? Yo'q, men bunday savol bo'lganki, o'sha Janubiy Koreyada o'qiyotganimda oddiygina savol bo'ladi. Haligacha aktual. Buxgalter sifatida bu sizga ham juda ham aktual. Nimaga biz u yerda odamlar $70-80 yoki $100 kunlik ishchilar narxi deylik. Yerlar juda ham qimmat. Energiya resurslar chetdan anaqada kemalarda tashiladi. Bizda hamma narsa arzon, bir karrasiga bir necha. Lekin ularda arzon va sifatli chiqadi degan savol tug'ilardi. Mahsulotlar. Shunaqa. Hozir masalan Toshkentda hamma narsa qimmat o'z tegini olib qaraganda. Chetga solishtirganda. Xo'p. Nimaga qimmat? Chunki bizda boshida gaplashganimiz, ortiqcha zaxiralarga pulimiz turib qoladi. Muzlab qoladi. U bizning ko'zimizda bu pul o'zini qiymatida turibdi deb o'ylaymiz, lekin kuniga siz bilasiz yo'qotadi o'zini anaqasi qiymatini. Va ortiqcha olib kelib qo'yib, uni qanchasi isrof bo'ladi. Yaroqsiz holatga keladi. Shunaqa omillar borki, umuman bu oxirgi narxga ta'sir qiladi. Umuman olganda shu o'qiganimda shu savollar qiynaldi va darsda birinchi xuddi javobini topganga o'xshagan bir hissiyot bo'lgandan keyin men darsdan chiqib sekin Amazonni qidirganman, o'zi nima ekan deb kitoblar sotib olishni boshlaganman. Kaizen, Lean, o'sha Lean instituti kitoblarini, Kaizen instituti kitoblarini sotib olishni boshlaganman va Simply Learn degan bitta platforma bo'lardi, Lean Six Sigma degan darslik sotib olganman. O'sha paytda adashmasam $1,500 turardi. Shundan boshlangan. Keyin loyihalar, tanishlarga loyihalarni joriy qilishni boshlaganmiz. Qarasangiz o'xshayapti. Ya'ni o'xshaganda ham juda ham zo'r foyda beryapti. Nima aytalisizmi shu juda ham zo'r foydani bitta misol qilib ayting. Mana masalan, birinchi loyihamiz nima ish qildingiz? Nima? Birinchi loyihamiz 2022-yilda bahorda bo'lgan bu mebel fabrikasini bo'yoqlash anaqasini sexini, bosqichini, o'sha sexni deylik, o'shani optimallashtirish bo'yicha. O'sha paytda juda ham yaxshi brend, taniqli brend hisoblanadi u. Ularni katta muammosi shu to'planib qolardi. Bottleneck deydi-ku. Eng muammoli nuqtasi shu edi. Mahsulot kirgandan keyin 2 haftalarda o'rtacha chiqib ketardi. Bu sexdan. O'zini o'chirtni kutib. Kaizen qo'llaganimiz qanaqa desangiz, birinchi joylashuvni aniqlaganmiz. Keyin u yerda ikkita anaqasi bo'lardi. Kraskachi bo'lardi. Keyin o'ylaganmiz, hop, har bitta prosessni analiz qilganmiz. Hop, u kraska qilgan odam har bitta stollarni nima deydi, ustuniga nima derdi? Charxpalak derdik biz. O'shanga qo'ygandan keyin u qo'liga perchatkasini kiyadi. Uni oladi anaqasini sepadiganini. Uni aylantirib sepishadi, yana qo'yadi, yechadi. Uni olib turib, borib sushkaga qo'yib kelardi. Oddiygina resheniya bo'lgan, uning ikkalasiga bitta dona yordamchi olingan, qo'lini ham yechmaydi va mana postavkasini ham ikkita qo'yilganda, bittasiga qo'yib ketadi yordamchi, bu tomonda tepib turadi, bo'lgandan keyin bu tomonga o'tadi, yordamchi uni olib ketib o'rniga yana
xuddi supermarket usuli bor edi-ku boyagi. Bo'shasa to'ldirib ketaveradi. Va tasavvur qiling, butun boshli sex bo'shab qolgan bir hafta ichida. Hech narsa qolmagan, chiqib ketavergan. Kiryapti, bir kunda, 2 kunda uzoqroq chiqib ketib qolyapti. Bir kun, 2 kundan bu inson faktori, boshda yig'ib turib keyin qilishardi. O'shandan ko'rganmizki, agar nima deydi, arzimagan shu instrumentlar katta effekt beradigan bo'lsa, demak, ilmini olsak, yana ham katta proyektlar qiladigan bo'lsak, tajribamiz oshsa, katta natijalarga erishishimiz mumkin deganmiz va davom ettirganmiz o'qish. Menda adashmasam 30 dan ortiq kitoblar o'qib chiqqanman. Kurslar olganman. Qozog'istonga ham masalan Kaizen markaziga borib o'qib kelganmiz modullarini. Keling, unda bevosita buxgalteriya bilan Kaizenni bog'lab ko'ramiz. Istalgan, menimcha bu istalgan tadbirkor uchun yoki bo'lmasam buxgalteriya, moliya sohasidagi istalgan mutaxassis uchun qiziq bo'ladi. Nimagaki, bizda buxgalteriya bilan bog'liq bo'lgan muammolar tadbirkorlarda juda ko'p. Hujjatni kechikishi yoki bo'lmasam boyas aytganingizdek ijara to'lovini to'lamay qolishi yoki bo'lmasam oylikni vaqtida tushmasligi, hisobotlarni vaqtida emas, vaqtida hisobotlarni juda ham katta vaqtdan keyin, ya'ni hisobotlarni 10 kun, 20 kundan keyin tayyor bo'lishi, umuman real rejimda ko'p narsalarni ko'ra olmaslik muammosi ko'pchilikda bor-da. Keling, hozir shuni siz bilan Kaizenni joriy qilganimizda kompaniyani buxgalteriyasi yoki bo'lmasam buxgalteriya outsourcingi qanaqa effektivroq ishlaydi degan narsani topishga harakat qilamiz. Ya'ni men harakat qilamiz. Holat haqida ma'lumot berib boraman. Siz mashg'ulotda qatta boyagi isrof qatta ko'p bo'lganini aytib, bunga qanaqa yechimlar qilish mumkin degan narsani xullas razbor qilmoqchimiz. Momentlarni harakat qilib ko'raman, lekin qanaqa chiqadi, ko'ramiz. Yo, men ham hozir aytadigan gaplarimni ko'pchiligi bu meni o'zimni hozirgi kundagi muammo emas. Ya'ni menda ko'p narsalar aslida boshqacha, lekin men iloji boricha ko'proq muammosizga yetishga harakat qilaman, chunki biz ko'pchilik tadbirkorlar bilan ishlaymiz va ba'zida tadbirkorlarga endi kirgan paytimizda ko'rgan muammolarimizni men sizga aytaman. Siz Kaizen yondashuvdan kelib chiqib turib berasiz taklifingizni. Qo'limizdan kelsa. Uning uchun siz menga birinchi tushuntirib bering ozgina Kaizen haqida. Ya'ni siz boya aytdingizki, misol uchun men taklif berish desam, taklif berish bu Kaizenning bitta instrumenti dedingiz. Keling, mana buxgalteriya bo'limi yoki moliya bo'limi uchun Kaizenning qaysi instrumentlarini tanlab olamiz? Birinchi shu instrumentlarning nomlari, instrumentdan oldin birinchi muammoni aniqlaylik. Odatda kirganimizda biz so'raymiz kompaniyaga hozirgi kunda. Istalgan biznesda bu nafaqat bu buxgalteriya, istalgan, absolyutni istalgan kompaniyani ikkita bloki bor, asosiy. Bu tijoriy bloki bor va operatsion bloki bor. Ishlab chiqarish, masalan, buxgalteriya xizmatlarini ko'rsatish bu operatsionga kiradi. Tijoriy bo'lsa, tabiiyki, bu marketing anaqaga kiradi. Biz so'raymiz, sizlarda qaysi bir muammo bor? Sizlarda hozirgi kunda ishlab chiqarishga ulgura olmayapsizlarmi yoki xizmat ko'rsatishga, masalan, buxgalteriya ulgura olmayapsizmi? Masalan, ya'ni nima deydi, xodim yetishmayaptimi? Kompaniyalar soniga xizmat ko'rsatishga yoki xodimlar bo'sh o'tiribdimi? Savol bu. Kompaniya ishlab chiqarish kompaniyasi, aynan sizni qiziqtiradigan, ya'ni sizni mutaxassislik bo'lgan soha, ishlab chiqarish kompaniyasida holat qanaqa? Ishlab chiqarish kompaniyasi birinchi navbatda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni hisobotlarini, ya'ni o'tda ishlab chiqarish 5 ta bosqichdan iborat va shu 5 ta bosqichdan 5 xil mahsulot ishlab chiqariladi. Undan 3 ta bosqichidan 3 xildagi tayyor mahsulot chiqsa, birinchi ikkita bosqich bu yarim tayyor mahsulotlar, ya'ni polfabrikatlar ishlab chiqarish bosqichlaridir. Endi mana shu kompaniyada buxgalteriya bo'limini birinchi qiladigan ishi ishlab chiqarish bo'yicha aytayapman. Mana shu yarim tayyor mahsulotlar qancha ishlab chiqarildi, keyin ulardan qanaqa tayyor mahsulot ishlab chiqarildi degan vazifani har kuni ishlab chiqarish buxgalteri amalga oshirish kerak. Bunda muammo nimada bo'ladi desa, ko'pincha ishlab chiqarish bo'limlaridan hisobotlarni qabul qilib olishda muammo bo'ladi. Qanaqa muammo desa, bu bo'lim aytadi, misol uchun, men buncha polfabrikat oldim deb turib boshqacha hisobot bersa, polfabrikat ishlab chiqargan bo'lim u misol uchun aniqroq raqam aytaman, misol uchun 4-chi ishlab chiqarish bo'limimiz, tayyor mahsulot beradigan bo'limimiz 2-chi ishlab chiqarish bo'limidan polfabrikat qabul qilib olmasa ishlab chiqara olmaydi. Tushundim. 4-chi bo'lim aytayaptiki, men 2-chi bo'limdan 4000 birlik mahsulot oldim deyapti. Lekin 2-chi birlik o'zining hisobotida 4000 birlik emas, men 5000 birlik mahsulot bunga berganman degan ma'lumotni beryapti. Ya'ni ikkita alohida hisobot, ikkita alohida hisobot kelyapti buxgalteriyaga va bu hisobotlarda nomuvofiqlik bor.
Endi buxgalterning asosiy qiladigan vazifasi mana shu ikkita bo'limni boshliqlarini chaqirib, ular bilan saniki nega noto'g'ri, saniki nega to'g'ri degan narsani razbor qilib olish kerak. Bo'ldi. Shu yerda ba'zida buni vaqti bo'lsa, buni vaqti bo'lmay qoladi. Buni vaqti bo'lsa, buni vaqti bo'lmay qoladi. O'rtada buxgalter keyin o'tiradi. Qachon qaysi biri xatosini tan olar ekan deb. Bo'ldi. Buni o'zi hozir ildiz sababini borishimiz kerak. O'zi bu nimaga muammo bo'ldi? Keyin bitta muammoni bundoq tasvirlagan bo'lsa, bu informatsiya oqimidagi muammo deyiladi bizada. Ya'ni o'sha biz audit qilganimizda ham hamma ishlab chiqarishi, savdoni qilganimizdan keyin oxirida ham shu proseslarning ichidagi ham umuman bo'limlar o'rtasidagi informatsiya oqimini ham tekshiramiz. Xo'p, informatsiya oqimi nimaga muhim desa, bu hatto tovar oqimidan muhim hisoblanadi. Chunki informatsiya orqali tovar to'g'ri oqadi yoki noto'g'ri oqadi. Xuddi sizdagi informatsiya noto'g'ri bo'lgani uchun u boshqa ketib qolishi mumkin, yoki boshqa miqdorda ketib qolishi mumkin, yoki umuman bizni ma'lumotga ega bo'lmasligimiz mumkin. Ya'ni informatsiya oqimini to'g'rilashimiz kerak, tovar to'g'ri oqishi uchun. To'g'rimi? Tushunishim bo'yicha. Endi savol. Xo'p. Nimaga bu so'raganmisizlar? Nimaga bu yerda har doim ikki xil chiqadi? Anaqalar. Отчетdagi sonlar. Ha, bunaqa bo'ladi-da, ko'pincha ish kuni tugagandan keyin o'tirib hisobot qilinadi-da. Ya'ni jarayonni har bir misol uchun tovarni harakatida hisobot yozib borilmaydi, ko'sa raqamlar qayd etib borilmaydi-da. Ish kuni tugagandan keyin umumiy hisob, umumiy bitta jadval to'ldirib beriladi, shu topshiriladi. Zo'r. Savol yana bitta. Endi bu razborga o'xshab bo'lyapti, chunki men ustida kirganimdan keyin bular dedim, men savol bilan aniqlashim kerak. Birinchi sex, o'sha ikkinchi sexdan to'rtinchi sexga yarim tayyor mahsulot berilayotganda berish va olish anaqasi bormi? Yo'q, hujjati yo'q. Hujjati yo'q, to'g'rimi? Bu hujjatni oqimini, ma'lumot oqimini oson yo'l bilan yo'lga qo'yish imkoniyati bormi-yo'qmi? Hujjat oqimini oson yo'l bilan degani nima? Informatsiya oqimini deydi. Masalan, Telegram orqali bizda bo'lgan bunaqa hodisa. Misol keltiraman, klient zaifga qoldirardi. Zaifga qoldirgandan keyin operator skladga berish kerak, sklad logistika berish kerak edi va yetib borish kerak edi. Ko'p holatda 20% holatda yo zakaz vaqtida chiqib ketmaydi, yo almashib ketib qoladi yoki umuman bormas edi. Nimaga desangiz, shu informatsiya oqimi hammasi qog'oz shaklda bo'lardi. Bu yerda yo'qolib qolishi yoki to'g'ri uzatilmasligi xavfi bor. Xuddi hozir siz keysingizga o'xshab turib. Nima qildik? Telegram gruppi, xuddi Kanban deydi-ku, Telegram gruppi orqali kartochkalar paydo bo'lishni boshladi. Zakaz to'g'risida ma'lumot kiritildi, avtomatik skladga yetib bordi, u qabul qildim dedi. Tayyorlash bosqichiga o'tdi. O'sha anaqa Telegram o'zida tayyorlangandan keyin, tayyor bo'ldi degandan keyin logistika xabar boryapti, u olib ketyapti, qabul qilib oldim deyapti. Xuddi shunaqa oddiygina Telegram yoki MES degan sistema bor, ishlab chiqarish, boshqarish tizimi degan narsa bor. O'shani qo'yib qo'ysak bo'ladi-ku o'tga. Ya'ni siz hisobot tizimini emas, hisob tizimini yo'lga qo'ymoqchisiz. Da, masalan. Ya'ni bu yerda asosan bizni nima qilamiz, o'zi nimaga kelib chiqdi bu narsa deb turib, uni oldini olishimiz kerak. Ya'ni ikkita alohida sonlar paydo bo'lishiga real vaqtda nima deydi? Отчет yo'liga sabab bo'ldi, to'g'rimi? Biz uchotni real vaqtdagi uchot tizimi o'sha отчет berishni nazorat etaman. Yo'liga sabab bo'ldi. Bizda qilsak bo'ladimi? Masalan, qanaqadir mahsulot chiqdi, u tizimda paydo bo'ldi, olib ketayotganda belgilab qo'yadi, olib ketib olman deb. Telegram orqali. Bu eng qizig'i bu 200-300 dollarga tushadi. Bizda uzoq bilan Telegram. Hozir mana shuni biz qilyapmiz, shuni xuddi shunaqa qilib. O'dam? Yo'q, u men nimada qolganimiz unchalik muhim emas, lekin aytmoqchi bo'lganim, hozir men o'ylayapman, men ham kayzenchi bo'lsammikin deb o'ylab qoldim. Yo'q, kayzenchi bu hamma o'z tabiati. Bu eng qizig'i kayzenchi degani bizda mana ko'p odam ishlab ketadi. Ishlab ketishgan. To'g'ri kelmaydi ko'plar. Nimaga desa, bu kayzen bu tabiatga bog'langanda. Muammolarni ustida ishlaverish xohishi bo'lish kerak birinchi navbatda. Muammolarni yaxshi ko'rish kerak ekan. Muammolarni yaxshi ko'rish kerak, ha, shunaqa. Men ham muammoni qidirishni yaxshi ko'raman. O'sha muammoni yaxshi ko'radigan, qidiradigan odam bo'lsa, bo'ladi. Bu hamma kayzenchi dedimi bu? Negativlardan yaxshi kayzenchi chiqar ekanda, negativchilar bor-ku. Shunaqa desam bo'ladi. Shunaqa desam bo'ladi, agar to'g'ri yo'naltirishsa. Qobiliyat. Yechimini ham qo'shib berish kerak edi. Yo'q, yechimini qo'yish kerak. Yechimini yo'naltirish kerak, ochig'i, Sajjalol aka. Masalan, agar
masalan konsultant sifatida bizni borib hamma narsani aytib qilib ketadigan bo'lsak, bu narsa bizga ketganimizdan keyin to'xtaydi. Kerak bo'lsa orqaga qaytib ketib qoladi, eski holatiga. Biz harakat qiladiganimiz komandani rivojlantirishga harakat qilamiz. Oxir paytlarda instrumentdan ko'ra filosofiyani komandada shakllantirishga harakat qilamiz. Kaizen faqat kaizen emas, endi uni bo'lib tashladik. Xuddi kaizen instituti metodi bo'yicha. Proyektni kaizen bor, kulli kaizen bor, strategik kaizen bor va hokazo. Kulli kaizen nima degani? O'sha biz ishlatayotgan instrumentlar kunlik 5 minutga degan narsa bor, to'g'rimi? Ertalab kelamiz, loyihalar bo'yicha gaplashamiz, bugun nimalar ish qilinadi, bitta takrorlaymiz 5 minut davomida va belgilaymiz. O'rtada muammo bo'lgan bo'lsa, o'sha odam o'zini olib qolib, boshqalarning vaqtini olmasdan javob beraveramiz. Va kechqurun yana natijalarni sarhisob qilib olamiz. 5 daqiqadan kimati ketadi, bo'ldi 10 minutda ketadi ko'nika, lekin bu juda ham katta effekt beradi. Istalgan kompaniyada kunlik 5 daqiqaliklar juda katta effekt beradigan instrument hisoblanadi. Keyingi masala bo'lgan bo'lsa, bu muammolarni hal qilish. Kun davomida bitta doska bo'ladiki, xodimlar muammolar bo'yicha siklga olib tushirib qo'yaveradi yoki imkoniyatlar bo'yicha, yangiliklar bo'yicha aytish mumkinki, mana ish qo'lda qilyapmiz, endi mana shuni sun'iy intellektda qila qolaylik, uning uchun taklif beradi. Bitta prompt qilamiz, uni kutubxonaga, o'sha bibliotekaga kiritamiz va avtomatik bu narsa javob paydo bo'lishni boshlaydi. Masalan, hozir kunda ishlayotganimiz o'zimizning kompaniyada ham bu prezentatsiyalarni avtomatlashtirish, chunki juda katta vaqtimizni oladi. Lekin qiymat bermaydi klientga. Chunki qilgan ishimiz beradi bizga. Xuddi shunaqa. Endi asosiy savol bermadingiz. Kaizen faqat ishlab chiqarishda ishlamaydi. Bu butun hamma sohada ishlatganmiz biz. Biz konsalting kompaniyani qilganmiz. Eng qizig'i. Kaizen qilganmiz. Bizda logistika, o'sha O'zbekiston pochtasi bor portfolioda. Bizda ishlab chiqarish yetmayman. Bu 20 tadan oshiq bo'lsa kerak. Bizda IT kompaniyalar bor. IT produkt kompaniyalar ham bor, IT anaqa individual razработчик qiladigan kompaniyalar ham bor. Ya'ni professional xizmat ko'rsatishga kirib ketadi, ular konsalting, buxgalteriya, IT. Keling, mana bunaqa qilsak bo'ladimi? Mana misol uchun har bitta yo'nalishdan olsak, shu yo'nalishdagi bitta eng katta natija bergan bitta instrument haqida gaplashaylik. Mana bitta misol uchun O'zbekiston pochtasi bitta dona instrument. Batafsil ochib berishingiz ham balki shart emasdir. Bitta instrument va uni puldagi qiymati iloji bo'lsa. Xo'p, bu puldagi qiymati men bilmayman, chunki imенно biz aralashmaymiz ko'p holatda. Chunki tadbirkorlar juda ham yopiq bizda. Yopiq, juda ham. Foydasini ko'rsatish kelmaydi. Mayli. Lekin baribir taxminan bilamiz, chunki o'zimizning effektimizni bilishimiz kerak, qanchalik impact qilyapmiz. Chunki siz o'zingizni effektingizni bilmasangiz, narxini qo'ya olmayman kunda. Yo'q, nafaqat narxini qo'ya olmaysiz. Balki o'zi siz kerakmisiz yo'qmi shuni ham bilolmaysiz. Xuddi shu o'sha narxda unda o'ylab qarasa. Ya'ni menga to'g'ri kelishi kerak, unga to'g'ri kelgan narx menga ham to'g'ri kelishi kerak yoki men xohlayotgan narx unga ham to'g'ri kelishi kerak. Bu tabiiyki qanchalik bu kompaniyaga shu bitta instrument orqali foyda olib kelamiz. Distributsiyaga eng katta qilgan ishimiz bu zaxirasini kamaytirish bo'ladi. Analiz bo'ladi. Va skladdagi ishlarni tezlashtirish bo'ladi. Zakaz kelib tushish, o'sha ma'lumot oqimini yo'lga qo'yish orqali sразу keldimi, ma'lumot tez upakovka qilib tayyorlanib chiqib ketsin. Vaqtni yo'qotmasin. Yoki juda ko'p, ya'ni bitta sohaga bir nechta misol keltiraman, chunki kompaniya turiga qarab turib har xil distributsiya kompaniyasini olaylik, keling. Birinchisi eng katta muammolardan bittasi ular zakupkada. Chunki sezon paytida ko'p distributsiya kompaniyalarida mahsulot yetishmovchiligi paydo bo'ladi. Uni qanaqa hal qilasiz? Rostdan shunaqa bo'ladi? Scoring sistemasi bor. Eng katta muammo nima O'zbekistondagi kompaniyalarda bu ishlab chiqaruvchi va distributorlarda bitta ruchka olayotgan bo'lsa, faqat bitta joydan oladi. Ya'ni sotish uchun olayotgan katta partiyalikni. Odatda ikkita, uchta anaqadan olish kerak. Chunki geopolitik holatlar bor, kompaniya bankrot bo'lishi bor, ta'minotchidan nazorat tutolmaydi. Yonib ketib qolishi mumkin. Juda katta anaqalar bor. Masalan, hozir kunda O'zbekistondagi qadoqchilarda, plasmassa ishlab chiqaruvchilarda Erondagi urush katta ta'sir qildi. To'g'ri. Ko'p eshitdim. Narxi oshib ketdi. Masalan, plasmassada ishlar narxi oshdi. Yoki 2022-yilda Rossiyadagi urush boshlanganda asosiy удобрение deydi, nima yerda? O'g'itlar. O'g'itlar o'tda chiqadi Ukraina bilan Rossiyada. O'g'itlar narxi juda oshib ketib qoldi.
Kaizen buni qanaqa yechadi? Kaizen bu yana qaytaryapmiz. Bu filosofiya va hamma joydan instrumentlarni o'ziga oladi. Scoring sistemasini yo'lga qo'yganmiz biz. Uchta bitta qaryapmiz, muammo borda bitta yetkazib beruvchini 3 ga ko'paytiramiz va ularni har doim baholab boraveramiz. Narxi bo'yicha, yetkazib berishi bo'yicha, sifati bo'yicha. Sifati deganda bu o'z vaqtida dokumentatsiya chiqarib berishlarini va proporsiyasini shunaqa qilamizki, bir vaqtda 3 ta bilan ishlaymiz. 80% biz eng maqbuli bilan 80% zakazimizni beramiz, 20% ni qolgan 2 ga beramiz. Xuddi shunaqa logistika bilan muammo bo'ladi kompaniyalarda, import qiluvchilarda. Yaxshi ishlab turganlar zakaz ko'payib ketib qolishi mumkin, prioritetdan tushib qoladi bu kompaniyalar o'zi, bizning kompaniyalar. Chunki ularda ham sezon degan narsa bor-ku, agar quvvat yetmasa nima qiladi? Tanlash boshlaydi. Xuddi shunaqa ularni ham ko'paytirish, ularni baholash. Agar har doim kechikversa, biz kuzatib boramiz, scoring sistemamiz orqali, tizimimiz orqali, tabiiyki uni almashtirish harakatini anaqa qilamiz. Ya'ni baholab borish tizimi orqali. Bu bitta kaizen. Ikkinchisi bo'lsa, bu ta'minotni o'zida yana misol keltiraman. Zakupka qilish jarayoni. Biz faqat shu narxga emas, endi qidiramiz. Kaizen qilib, yangi shartlar bilan, o'zimizga ma'qul shartlar bilan, ma'qul narxlar bilan, ma'qul ob'emlarni o'zgartirib turib, miqdorini yangi sotuv politikasini har doim oshirib boramiz. Masalan, biz kichkinaligimizda, kichkina kompaniya bo'lganimizda 10 mingta mahsulot zakaz qilishimiz mumkin. Ana MOQ deydi-ku, minimal zakaz berishimiz 10 mingta bo'lgan bo'lsa, biz переговор orqali harakat qilamizki, uni 5 mingtaga tushirishga yoki 8 mingtaga tushirishga. Chunki nima? Biz oqim hosil qilishimiz kerak, pulimiz oqish kerak. Turib qolish kerak emas yo'lda, skladda yoki mijozda, polkasda. Lekin bu joyda baribir moliyani ham bitta matematikasi bor. Ya'ni shu minimal zakasini ham bizga kerakli bo'lgan minimal chegarasi bor-da. Zo'r. Mana shuni bitta misol keltiray, zo'r narsa aytdingiz. Ana cost of ordering degan. Ha, bo'ldi. Mana qarang. Ko'plar shunga xuddi shu gapni qaytarishadi mijozlar. Tasavvur qiling, bizani anaqamiz ma'lum. Buxgalteriyaga ham zo'r keys bo'ladi. 10 ta zakaz qilishimiz kerak bizda endi. Oziq-ovqat ko'p chiqadi-ku. 10 tonna zakaz qilishimiz kerak. Odatda kompaniyalar biz bilan ishlaganlar deydi. 10 tonnani birdan sotib olishadi. Bir oyda bitta. Biz aytamiz, 10 tonnadan voz kechmaymiz. Shu klientga 10 tonnadan dogovor ham 10 tonna. Faqat shartini aniq qilaylik-ki, 4 martada yetkazib bersin. 10 tonna bu misol darajasi aytaman, 100 tonna bo'lishi mumkin. 100 tonnani 25 dan qilsin. Tabiiyki u yetkazib berilgandan keyin pul to'lanadi odatda. Yoki o'shandan boshlanadi счетчик. Biza bir vaqtda bir oy oldin sotib olmaymiz-da, uni 4 ga bo'lib turib, kerakli miqdorni kam-kamdan sotib olamiz. Va tabiiyki pulimiz ham muzlab qolmaydi birdaniga. Nafaqat pul. Оборот puli kamayadi, joy tejaladi. Cost of holding kamayadi. Bu yerda yana mehnat sharoiti degan narsa bor. Uni transportirovkasi bor. Ko'p narsa bo'lgandan keyin uni ko'p tashiladi kompaniya ichida. Endi bu juda ham ichiga kirib ketyapmiz-ku, lekin har doim bitta yo'qoch orqasidan 3-4 tasi yana qaytib birga keladi. Ortiqcha ishlab chiqazdikmi, nima bo'ladi? U yerda sifat muammosi boshlanadi. Tegida qolib ketganlar o'zi chirishi boshlaydi, zanglashi boshlaydi, yo'qolishi boshlaydi, brak bo'lishi boshlaydi. Pul muzlaydi, joy ko'proq oladi. Uni transportirovkasi uchun ko'proq anaqa xarajat talab qilinadi. Unga alohida bir odam olib qo'yishimiz kerak, skladchi. Masalan, misol sifatida aytaman. Hozir distributsiyadan endi kirishdan boshladik. Endi kelgandan keyin u sklad boshqaruv degan narsa bor. Skladni to'g'ri tashkil etish bor. Uni hozir endi bu gap bilan qanchalik tushuntirib bera olamiz? O'rganib chiqish jarayonida maksimal tezroq yig'iladigan mahsulot tayyorlanadigan yo'lni topamiz biz. Masalan, eng ko'p qaraymizki, butun 2-3 oylik yillik savdolarda deyarli har kuni A turdagi mahsulot ketar ekan. Demak, biz yig'ishga yaqinroq joyga qo'yib qo'yamiz bu narsani. Yurib ko'rish kerak. Yurib borib 10 qadam bo'lsa tejashimiz kerak. Xuddi shu prinsipda. Yoki yurayotganimizda ham shaklda reja qilamizki, bitta yig'ish boshlangandan keyin ketma-ket yig'ib ketaversin. Odatda nima bo'ladi bizda? Devor bo'ladi, skladlar, anaqalar bo'ladi, stilajlar bo'ladi. Har bittasiga kirib chiqishadi operatorlar. Biz aytamizki, S bo'lib turib, anaqa ketsin-da, kamroq yursin deymiz. Yoki ma'lumot oqimi to'g'ri ma'lumot yetib kelmaydi. Nimani o'zi yig'ish kerak, qancha yig'ish kerak deb turib. Uni to'g'ri yo'lga qo'yiladi. Bu qilingan ish ko'p xullas.
Keyingisi bo'lsa bu endi aytishadiki nasiyani boshqarish deydi-ku. Undan bitta misol aytaman, hammasini aytmayman endi. Vaqtimiz yetmay qoladi. Unda ham scoring sistema xuddi ta'minotchilarga qanaqa qo'ygan bo'lsak, mijozlarga ham shunaqa qo'yamiz. Plus sotuvchilarga RNPni qo'yib, keyin o'shandan kayzen qilamiz biz. RNPni bilasiz? Bilaman. Voronkani qo'yamiz va har kun nazorat qilganimiz shu ham kayzen masalan. RNPni siz ham bu ham shu PDCA edi, baribir. Da, mana RNPni qanaqa ishlataman men hozir o'sha o'zingiz deyarli podдержка qilgansiz bu narsani implementatsiya qilishga boshlarida karra o'sishni o'rganganmiz. Oldin bilardik, lekin boshqacharoq formada qilardik, lekin karra o'sishdan keyin xuddi shu formaga tushirib qo'ydikki, RNPda karra voronkani o'zini etapi xuddi o'sha narsa kiradi, to'g'rimi? Men nima qilganman, o'sha anaqasi bor, foizi bor. O'sha foiz har doim o'zgarib turayotganda, kunlik 5 minutlik yig'ilish bo'lganda, qayerda muammo bo'lsa, qizartirib qo'ygan, ikkita muammoni qazangan qilib qo'yganmiz. O'sha ikkita muammoni gaplashiladi bo'ldi. Ya'ni kayzen har doim ko'chib yuraveradi, muammo ko'chib yurgan sari o'sha narsani ildiz sababini topishga harakat qilinadi. Qarang, sizning biznesda buxgalteriya bormi? Buxgalteriya outsourcega berganmiz-da, o'zimiz emas. Outsource bilan ishlayotgan paytingizda, mana siz baribir endi kayzen mutaxassisiz-ku. Qaysidir jarayonlarida siz o'zingizdan kayzen takliflar paydo bo'lganmi hech? Bo'lgan. Bu narsa. Aytingchi, misol uchun. Siz taklifingizdan oldin nima qilishardi? Siz nima taklif berdingiz? U taklifdan keyin nima bo'ldi yoki bo'lishi mumkin? Yo'q, men endi aniq o'sha narsani qilganmi yoki o'ziga qilganmi men bilmayman, ochiq aytaman. Kreditni olib qo'ymay deydi-ku, inglizchasiga olganda. Tushundim. Lekin o'zi buxgalteriyada nima qilgan bo'lardim? Eng katta muammo bu ma'lumot almashishi bo'ladi. Ma'lumot oqimi. Ya'ni sizlar uchun eng katta muammo mijoz har doim bezovta qo'radi, anaqami bilib ber. Shu yerda qancha pul bor, bilib ber. Mana yuborib qo'ygan, dogur yuborib qo'ygan deb o'zim ham chunki qilman-da. O'shani hozir kunda shu sun'iy intellekt orqali yoki agentlar orqali muammoni hal qilishyapti. Xo'p. Endi men nima qilgan bo'lardim desa, kommunikatsiyani soddalashtirish iloji boricha. Siz mana keling bundoq qilaylik. O'zingizni mana 2 yilmi 3 yildan beri tadbirkorlik qilayotgan bo'lsangiz, o'zingizni biznesingizdagi buxgalteriya outsourcing bilan bog'liq bo'lgan qaysidir bitta muammoni eslab, shu muammoni yechimini kayzen bilan taklif qiling. Bormi shunaqa bo'lganmi, shunaqa holat? Muammo yaxshi ishlashyapti-da hozir. Yaxshi ishlashyaptimi? Yaxshi ishlashyapti, lekin qarang. Yo'q, asosiy men savol, mana shu joyda savol. Yaxshi ishlayapti degani kayzen kerak emas deganimi? Yo'q, bu narsa unaqa emas. Unda qani aytingchi. Ularga mayli, aniq qilaman. Xo'p. Asosiy masala bu nima muammo bo'lishi mumkin. Biz endi buxgalter qarang. Siz hozir muammo ko'rmang-da. Muammo emas, o'zimda kam anaqa qilaman. Nima deydi? Kontakt qilaman-da. Asosiy muammo mana bitta narsa. Menda ko'pincha qiziqtiradi bu oyda bitta o'zi hamma hujjatlarim joyida turibdimi? Prikazlar qaysi nomer edi deb so'ragan ma'lumotlarimiz ko'p. Prikaz qachon edi, o'zi qachon ishga olindi, oyligi qancha edi, endi anaqa. Tushundim. Tushunarli yo'q. O'zi keslashash kerak. Yo'q, zarari yo'q, bundan emas. Xullas, mana shu narsani agar buxgalteriya kompaniyasi cloudga qo'yib qo'yadigan bo'lsa, ish ancha oson bo'ladi-da. Yo'q, qarang anaqa-da, siz hamma narsaga yechim qilib AI ni berursiz, kayzen ham. Yo'q. Cloud degani anaqa AI nazorat etganim yo'q. Men masalan hujjatlarni butun qarang, mana biz Oblakda ham qarang, bizda Teams'ni foydalanamiz, Microsoftda ofitsialniy Teams'ni foydalanamiz. Nimaga bu zo'r desangiz, xuddi birinchi navbatda hamma fayllar, proyektlarni biz bo'lib qo'yganmiz. Qaysi fazada ketyapti? Kirib bemalol masalan hozirgi aktual proyektlar deganda ketyapti. Endi u ichiga kirgandan keyin fayllar bor. Uni klientdan olingan bitta fayl turadi. Biz ishlayotganlar bo'ladi. Ana eng muhim joyi biza masalan tasavvur qiling, Word ishlaymiz, отчет yozamiz, prezentatsiya tayyorlaymiz PPTda, anaqada, PowerPointda. Tiziqsiz payt bo'lishi mumkin. Ikkita odam ishlash kerak bo'lib qoladi. Nima bo'ladi? O'sha Oblakga qo'yilgan hisobga ikkalasi ham ochib bir vaqtda ishlash mumkin. Va eng muhimi, oldin eng katta muammo bo'lardi. Xuddi mana buxgalteriyaga tegishli joyi. Biza ishchimiz masalan kechqurungacha ishladi. Nima ish qilding deb so'rashim kerak edi. U vaqti bilmadim, qachon xudo biladi, qachon javob berardi. Javob bersa berardi, ertasi kunga qolardi. Men deadline paytida qidirib yurardim, qaysi material qayerdaligini.
va versiyalari bor. Har doim siz agar offline ishlaydigan bo'lsangiz, o'zgartirish kiritasiz, uni Telegramdan yuborasiz. Keyin yana olasiz. Mana shunday qilib bitta dona tema 10 marta aylanadi kamida. Oblakaga o'tkazganimizdan keyin hammasi oblakada ishlatdingiz degani. Bu xuddi oddiy Excel'da ishlayverasiz, faqat oblakaga kirib turib открыть qilsangiz, qilamiz, tushunarli. onlayn bo'ladi. Bu degani momentalniy joyda o'zi shundoq saqlanib anaqa saqlanib qoladi va men qidirib yurishim kerak emas, undan so'rab murojaat qilib o'tirishim kerak emas. Nima qilding? Qayerda fayl deb. Ya'ni umumiy ishchi fayllarni umumiy diskda saqlash bu ham bitta Kaizen. Da, ana endi Kaizen emas, bu endi takomillashtirib desa bo'ladi. Bu Kaizenning bitta filosofiyasi deyim misolda. Ana endi nima qilardim desa, bu buxgalteriyada men so'rayman, to'g'rimi? Mani hujjatlarim qanaqa ahvolda, topshirib qo'ydinglarmi va hokazo va hokazo. Shuni buxgalteriya outsource kompaniyasi ham oblakaga qo'yib qo'yilgan bo'lsa yoki qanaqadir ham ichki dokument оборот tizim bo'ladimi, o'shanga qo'yilgan bo'lsa, hadeb men buxgalteriyani bezatib qo'ymayman. O'zi men odatda bizning proyektlar katta bo'lgani hisobiga soni emas, anaqasi. Soni kam bo'ladi. Lekin shunda ham anaqa buxgalteriyani ba'zi paytda hijolat bilan yozishgada. Ular juda ham ko'p anaqa bezatib qo'ymanmi deb. Ko'proq pul bering, hijolat bo'lmaysiz. Qarang, mana shu bitta narsa hozir men esimga tushib qoldi, zo'r narsa esimga tushib qoldi. Mana Kaizen'da ish joyini optimallashtirish bo'yicha 5S ku. O'sha bu anaqada bo'ladi, kompyuterda bo'ladi. Kompyuterda papkalar haqida gapirganingizda esimga tushib qoldi-da. Mana bir xilga buxgalterlarni men ko'rsam, рабочий stolida boshingiz aylanib qoladi-da. Mana рабочий stolida o'zi katta ekran bo'lsa, рабочий stolda bo'sh joy turmaydi. O'tda nima qattaligini o'zi biladimi, men bilmayman, lekin bergan odam qarasa aniq bilmaydi-da. Bir xilga bu mana bir xilga buxgalterlarda kirsangiz, рабочий stol bo'm-bo'sh, papkalar hammasi, fayllar hammasi yo'nalishlar bo'yicha papkalarga solingan, korxonalar bo'yicha papkalarga solingan va hokazolarda. Ya'ni mana shu tartiblashtirilgan holatda ishlaydi. 5S mana xuddi shu 5. Biz ham shu 5Sni sal buxgalteriyaga moslab turib zo'r mana masalan, men bizda qanaqa 5S degani bu anaqa ish joyini tashkil qilish degani. Xo'p. O'sha sortirovka qilasan, standartga keltirasan va har doim anaqa. Uchta bo'lib qoldi-yu. Ya, endi detallashmadim-da. Hozir ko'payib qoladi. Detalli turing, 5tasini ayting, 5tagina-ku o'zi. Buxgalter eslashib qoldi. Bo'pti. Yomon qildingiz. Ya, hozir anaqada u avtomatik bo'lib ketib qolganda, bu terminlar esdan chiqib ketadi har doim ham. Qarang, bizda buxgalteriya bo'ladimi, bu konsalting bo'ladimi, fayllar bilan ishlaganimizdan keyin bizning natijamiz o'z fayllarda, отчетlarda bo'lgandan keyin, hisobotlarda bo'lgandan keyin bizda va guruh anaqa komanda bo'yicha ishlaymiz, to'g'rimi? Komanda bilan jamoa bilan ishlaymiz. Jamoa bilan ishlaganimizda biz Teamsga kiramiz, masalan, har kuni ertalab Teamsga kirish bilan boshlanadi bizda. Hamma o'z Teamsga kiradi. Chap tomonida guruhlar bor. Masalan, NGD Consulting, NGD Akademiya, administratsiya papkalari bor, yopib qo'yilgan. Boshqalarga kompaniyani umumiy anaqalari bor. Yoki knowledge hub deganlar bor, bu bilimlar bazasi deganlar bor. Standartlar bor. Xo'p, ishlamoqchimanmi? Demak, konsultatsiya yo'nalishi bo'yicha ishlayganlar konsultatsiyaga kiradi. Konsultatsiyada 3 ta yo'nalishi bor. Strategiya va operatsiya jarayonlar, strategy and operations degan papkaga kiradi. O'ziga tegishli. Kirgandan keyin o'tda ham 5-6 ta papka borki, hozirgi proyektlar, auditlar, hozirgi proyekt transformatsiya proyektlari va bitgan proyektlar, tugagan proyektlarning отчеtlari eng kerakli joylar va umumiy tugagan loyihalar detalligacha hamma ma'lumotlar bor. Xo'p, hozirgi papkani rangi ham o'zgartirib qo'yilgan, yashirib qo'yilgan. Hozirgi transformatsiya vizual boshqaruv deydi buni. Vizual boshqaruv. Hammasi aranjvoy turgan bo'lsa, bizda hozir yashirib bo'lib qoldi. Sraz bosib kirib turadi, o'sha rangiga qarab o'qmasa turib. Kirdimi, endi kompaniyalar anaqasi bor. Nomi bor, qanaqa nomlanishi ham bu juda ham muhim. Uni ham standart bo'lishi kerak har doim. Mana men bosh joyda buxgalterlarning bazasini ko'raman-da. Bu xilgi buxgalterlar ham kirilcha, ham lotincha, ham qausmi nima deydi? Ham kauchka bilan, ham kauchkasiz. Kauchkani ham 2 xil 3 xil qilib yozishadi-da. Ya'ni nomlanishi o'zida standart yo'q. Bu degani bitta kontragentni o'zi topish o'zida bir dunyo muammo. Keyin odamlar bizda shuni o'rgatib, anaqa qilamiz, vaqtimiz ketadi. Odatda mana tasavvur qiling, o'sha proyektlarning o'zi ketma-ketlik nomeri bo'yicha ketaveradi. Kirdikmi? Ana endi eng muhim hisoblanadiki, ishlarni ketma-ketligi nafaqat bu nomlanishi,
ketma-ketligi ham muhim. Chunki bitta loyihada 20 ta 30 ta material bo'lib ketib qoladi. Excel'da, Word'da, intervyular va hokazo. Endi qidirib yurishingiz kerak. Biz nima qilganmiz? Eng oson yo'li nomer bilan beramiz. Birinchi 01/01 intervyu masalan ta'minotchi bilan 01/02 intervyu anaqa. Ya'ni 01 degani birinchi qismi bu intervyular. Farqi yo'q bu. Har doim 01 bo'lishi emas. Kodlashtirganmiz ketma-ketlik bo'yicha. Keyingisi bu 02 masalan ishlab chiqarish ma'lumotlari deylik. Zo'r. Xuddi shunaqa ketaveradi. Bu aniq bu har doim 02 ishlab chiqarish bo'lishi shart emas. Asosiysi ishlar nima ketma-ketlikda bajarilganini bilinib turish kerak va agar mana shu nomer bo'lmagan bo'lsa, nomer bo'yicha sortirovka qiladi-ku baribir anaqalar kompyuterda. Bizni qidirib yurishimiz kerak. O'zi bunga tegishli, bundan keyingi bunga bog'liq fayl pastda yotgan bo'ladi, tepada yotgan bo'ladi. Har doim qidirib yurishimiz kerak. 01 o'sha aytamizki, gruppa subgruppa bo'ladi. Yana chiziqcha bo'lib qolishi mumkin ba'zi paytlarda. 3 ta subgruppaga bo'linib qolishi mumkin. 1 2 3 4 bo'lgandan keyin biz qayoqqa ketayotganimiz oxirgi ga tushib ishlashni davom ettiramiz. Shu ko'rinishidan juda mizir narsa o'xshaydi, lekin vaqt yo'qotilishini oldini oladi bu narsa. Qidirishga, har doim qidirishga, uni qayta ishlashga bo'lgan vaqtda yo'qotish oldini oladi xullas. Zo'r. Ya'ni bu 5S bitta anaqasi. Bu kompyuterdagi versiyasi. Xuddi shunaqa iloji boricha bu juda ham logik narsa. Bu faqat kaizen bo'lishi shart emas o'zim tegina olib qaraganda. Mana shu standart bo'lmasa o'zi xatolarni ko'payishi ham o'zi vaqt israfini olib qo'yadi-da. Mana biz buxgalteriyada ham ko'p ko'raman men. Bir xilgi kompaniyalarni birinchi marta bazasini qabul qilayotgan paytimizda yoki bo'lmasam ko'rayotgan paytimizda oddiy misol uchun kompaniya bizni kontragent deymiz. Kompaniya bilan ishlaydigan boshqa ikkinchi tomonlar kontragentlarning nominlarning ichida o'zi standart bo'lmaydi. Kontragentlarni guruhlashda standart bo'lmaydi. Yoki kontragentlarni boyagi unikalniy kodi bor, misol uchun INN yoki PINFAIL bo'yicha unikalniy kodi bo'lsa, mana shu unikalniy kodi bo'yicha dublikatlarni zapret qo'yilmaydi-da, ya'ni dublikatlar paydo bo'lib ketaveradi. Yoki bo'lmasam shartnomalar dublikat bo'lib ketadi-da, kompaniyani hisobotlari noto'g'ri va bunda uni qaytadan to'g'ri holatga keltirish uchun yana vaqt sarflash kerak. Ya'ni boshida standart yo'q. Boshida standart yo'qligi uchun endi bizni mana shu ma'lumotni yana bir marta qayta ishlashimiz uchun ko'proq vaqt sarflashimiz kerak. Shuning uchun rostdan ham juda ham muhim deb hisoblayman. Mana shu standartlar bo'lishi. Mana shu do'g'ri nomerlash bo'yicha menda muammo bo'lganda oldin. So'raverishadi, arzimagan narsa ham do'g'ri nomer necha bo'lishi kerak ekan deb boshida. Kim so'rardi? Assistentlar, kim bo'lsa ham. Xullas, buxgalteriya bo'lsa buxgalteriya so'raydi. Keyin oddiygina standart qo'yganmiz. Masalan, bugun nechinchi? 25-chi. Agar bugungi odatda biz bir kunda ikkita qilmaymiz, kecha как раз bo'ldi, ikkita do'g'ri tuzib qo'ydik, ataga. Majbur bo'lsa ham keyingisiga o'tkazib Do'g'ri nomlanishni deyarli oddiy standartda bor. 25 bo'lsa 25 07 26 bo'ldi. Orqasida biri yo'qmi? Biri yo'q. Biri kecha bo'ldi, как раз drop 1 bo'ldi, drop 2 bo'ldi, chunki ikkita qildik, bir kunda qilishga majbur bo'lib qoldik. Nimaga desa, oddiygina o'rgatib qo'yganmiz, bo'ldi. Mana shu sanaga qarab turib, anaqani qilasan. Dangasa variant. Reyestr yuritmizda. Agar o'z aslida reyestr yuritsangiz muammo hal bo'ladi. Reyestr nima qilaman? Har bitta narsani kirib, bizda oddiygina standart bo'lsa, standartlar shuning uchun kerak. Osongina ishni bajarish uchun. Demak standart ba'zida boy ketganingizdek ortiqcha harakatlarni ham yo'qotish kerak. Masalan, so'rashlarni, reyestr yuritish ham ortiqcha harakat bo'lishi mumkin. Sizni misolingizda. Xuddi shunaqa. Mana masalan, o'zicha mana Kaizen'da mohiyatini tushunib olaylik. O'zi nima isroflar to'g'risida gapirdik. Tushuntiring, biz sizlar uchun oson narsa, masalan, o'zi boshida tushuntirishimiz kerak edi. Jarayon, o'zi hamma harakatlar, jarayonlar va axborotlar, ya'ni informatsiyalar ikki turga bo'linadi. Qiymat yaratadigan va qiymat yaratmaydigan ikkinchi turga. Qiymat yaratadigan nima desangiz, bu oddiygina tushuntirsak, klient shu qilayotgan ishingizga pul to'laydi. Men masalan buxgalteriyamga reyestr yuritganiga pul to'lamayman. Men unga отчетlarni vaqtida topshirganiga va tranzaksiyalarni vaqtida qilganim uchun pul to'layman yoki akt bilan muloqot qilganim uchun menga ko'p savol berganim uchun pul to'lamayman. Ya'ni savol berish kerak har bitta tadbirkor shu proses, shu jarayon deydi, shu harakat, yurgan, turgan yoki harakat yoki shu informatsiyaga klient ko'p qilsam shu narsani yana pul qo'shib beradimi? Bitta masalan A nuqtadan B nuqtaga olib borib qo'yishingiz kerak, korobkani butun shaharda aylantirib olib borsangiz, sizga klient pul qo'shib beradimi?
Yo'q. Xuddi mana shunaqa. Yoki отчетda o'zingiz qiyin usuldan olib borsangiz, rahmat deb qo'shib beradimi? Ya'ni sizlarda rezultat ma'lumda. Отчет topshirish, pul o'tkazib berish, endi qanaqa qiladi u sizlarni anaqanglar. Qancha solishsa shuncha yaxshi. Ha, bu mana lekin buxgalteriyada bitta muammo, bitta masala ham bor. Bu yerda qonun talablari degan narsa ham bor. Shunga e'tibor berishimiz kerak baribir. yo'lini qilsa bo'ladi. Hozirgi kunda masalan avtomatlashtirish agentlar degan narsalar chiqib ketdi. Lekin boyagi raqamlar do'g'ri nomerlashda deysiz-ku, menga esimga tushib qoldi. Biz bitta katta kompaniyada ishlagan paytimda xat berardik-da. Xat. Keyin men birinchi ish boshlagan paytimda xat reyestri bo'lardi-da. Xatlarning reyestri bo'lardi. Endi kanselleriya yo'q. Kanselleriyaning vazifasini ham xatlarning reyestratsiyasi ham buxgalteriyada bo'lardi-da. Excelda nomerlab ketardik-da. Keyin bir kun qarasam ujani yoqmayapti-da. Keyin aytdimki, ana nomer mamlaqa bo'ladi-da bir xillarda. Voy, nomer buzilib ketib qopti. Bu yerda muammo qilishadi. Nomer buzilib, xatda nomeri buzilganini muammo qilishardi-da. Keyin men aytdimki, "Qarochi" dedim. Xatda nomeri sanaga qarab bir ko'chib ketaversin dedim. O'sha maniki bizda ham xuddi shunaqa bo'lganda. 25071, 25072, 250. Hozirgacha men xatlarni shunaqa nomerlayman. Xuddi shunaqa mendan so'rab berishardi oldin. Do'g'ri bo'lgandan keyin, bo'lgan taqdirda ham o'zi bu birinchi tuzilganmi, bu birinchi tuzilganmi deb turib so'rashardi. Oxirida sanaga o'tkazib qo'yganimizdan keyin bo'ldi, sanasi bo'yicha o'sha reyestrda ham taxlab qo'yish oson bo'lgan. Lekin buni yana bitta yaxshi tarafi bor. Men misol uchun nazorat qiluvchi organlar misol uchun nechta shartnoma qilgan ekan, o'zi qanaqa ekan desa, sizni bilolmaydi-da. O'zi shundan kelib chiqadi-ku. Bu ham bitta sabab bo'lgan. Endi hozir men bizda hammasi elektrlashtirgan ekan. Menda полный legal, chunki bizda tenderlarda anaqa ko'p loyihalar emas. Soliqchilar ko'rishmaydi, xotir olmaydi. Yo'q, ko'rsa ham hech narsa qiladi. Anaqa qilmaydi, chunki bizda 100% anaqa. Yo'q, legallashtirilgan elektron, hozir ko'p narsa baribir elektronlashtirilgan-ku, shuning uchun o'zi raqam. Yo'q, masalan, iloji bor. Xronologiya bo'yicha. Mana qarasada qaranglar. Bu narsa siz tomonidan men hozir anaqadan temadan uzoq bo'lib ketib qoldi. Bitta narsani, bitta maslahat berardimki, bu nafaqat sizga, o'zi umuman soliq organlariga ham hozirgi kunda konsultant sifatida distributsiya ishlab chiqarish kompaniyalarida nasiya temasi bo'yicha eng katta muammo bu pullarni qaytmasligi. Juda katta tadbirkor o'ylaydiki, tashqaridagi pul malaka deb o'ylaydi. Aslida o'sha qanchadir ham qismi 5%, 10% ketib bo'lgan, qaytib kelmaydi hayotda. Shunaqa. Endi solishtirib qo'yish kerak. Tadbirkor men legalni ishlab soliq to'laganim arzonga tushadimi yoki anaqa NPL nima deydi? Qaytmaydigan pullar bo'ladi-ku, bank tizimida aytiladi. Unaqa menga arzonga tushadimi? Aynan shu masalalar bo'yicha men keyingi songa yurist chaqirib qo'yganman. Yo'q, bu zo'r tema, chunki menda chorniy buxgalteriyaning ketidan boyagi ko'p bo'lganda, ya'ni keling hozir buni keyingi podkastga qoldiramiz. Menda holat bo'lganki, kichkina pul, juda ham kichkina pul bo'lgan, lekin o'sha narsani haligacha berishmagan masalan. Arzimagan $200 olib ketgan payt. Lekin so'rab olamiz, hujjat yo'q. Yo'q, xuddi shunaqa. Undan ko'rasi oxirgi yilida 100% legal qilib qo'ydikki, muammo yo'q o'zi. Faqat vaqtida berishmasligi mumkin, lekin qaytib kelmasligidan muammo nolga tushgan. Ular yopilib ketsa qaytib kelmaydi baribir. Yo'q, unaqa yopilib ketgan kompaniyalar kaysen qilmaydi-da odatda. Endi mana boyaga aytgan qiymat temasini gaplashdik. Qiymat bu klient pul to'laydigan yoki umuman qiymatli jarayon deylik. Endi qiymatsiz jarayonni o'zi ham ikkiga bo'linadi. Biz majbur bo'lgan. Biz hozirgi texnologiya bo'yicha yoki qonunchilik bo'yicha qilishga majburmiz. Qiymat keltirmaydi, lekin majburiyat. Majburmiz. Masalan, kontrol kachesi o'ta hech qachon qiymat yaratilgan jarayon hisoblanmaydi. Nega? Biraklan oldin oladi? Hech qanaqa. U sizga o'tikani ko'p qilsangiz, klient pul ko'proq qo'shib beradimi? Yo'q, lekin boyga ketishi mumkin bo'lgan biraklar. U qarang, mana yana qaytaramiz. Bu majburiy jarayon. Qiymat qo'shmaydi. Qiymat qo'shmaydi. Ya'ni bir holatdan ikkinchi holatga keltirish jarayoni yoki xizmat ko'rsatish, отчет tayyorlash jarayoni yoki pul o'tkazish jarayoni u qiymat keltirish mumkin. Lekin uni nazorat qilish bu anaqa qilmaydi. Reyestr yuritish bu qiymat keltirmaydi. Klient uchun. Ya'ni qancha ko'p ish qilsa, ko'proq pul beradigan bo'lsa, o'sha qiymatli, oson tilda tushuntiradigan bo'lsa-da, endi qiymat keltirmaydigan non-value deydi, uni ikki to'rga bo'lamiz.
hozir olib tashlasak hech narsa o'zgarmaydi, ya'ni umumiy oxiriga natijaga ta'sir qilmaydi. Uni olib tashlaymiz. Ikkinchi turdagi bu bo'lsa, bu nima deydi, o'sha qonunchilik, texnologik jarayon sababli biz uni olib tashlay olmaymiz, lekin minimallashtiramiz. Uni eng minimumga tushirishimiz kerak. Shu tariqa olib tashlaymiz, minimallashtiramiz, qoldiramiz. Eng qiziq bitta sizga fakt aytaman, bizning loyihalarda mana qiymat yaratadigan holat borku, vaqtga nisbatan yoki tushumga nisbatan 20% tashkil qiladi. Siz o'zingiz ham qiymat yaratadigan vazifalar. Siz ham o'zingiz agar masalan kuningizni xronometrajni qilgan bo'lsangiz, 20-30% kuningiz haqiqiy qiymat yaratadigan ishga ketadi. Mana bu hech narsaga olib kelmaydigan, hozir o'zi olib tashlasa natija o'zgarmaydigan holatlar 50-60% tashkil qiladi. Qolganichi? Qolgani o'rtadagi. Tushunarli. Ya'ni majbursiz. Qiymat keltirmaydi, lekin majbur. Masalan, men konsultant sifatida mijozimiz 1 soatlik uzoq yo'lda joylashgan. Menga 1 soat uchun qo'shib bermaydi, masalan. Lekin men majburman. To'g'rimi? Lekin u hali majburman degani sariq emas. Biz aytamizki, yashil, sariq, qizil deymiz. Qizilni olib tashlasang hech narsa o'zgarmaydi, sariq majbursan, lekin hech qanaqa qiymat keltirmaydi. Yashil bo'lsa, bu haqiqiy qiymat keltiradi. Men konsultatsiya o'tishim yoki strategik sessiya qilishim, dars o'tishim bu qiymat keltiradigan haqiqiy ishlab chiqarish. Yo'lim ketadigan vaqt toza anaqa yo'qotish bo'ladi. Faqat uni mijoz bilan turiga qarab turib yoki o'sha qilayotgan ishimizga qarab turib uni onlayn qilib yuborishimiz mumkin, offlayn qilib yuborishimiz mumkin. Bu endi sariq joyi. Borishimiz kerak, uchrashishimiz kerak bo'lgan qism. Zo'r. Keling, mana vaqtimiz ham oxiriga yetib qoldi. Sizga men oxirgi yaklovchi savol beraman. Keyin shu savoldan kelib chiqib, agar davom bo'lib qolsa davom bo'lishi mumkin, lekin shu bilan yakunlaymiz. Xo'p, savol mana bunaqa. Mana hozir biz Kaizen haqida, uni filosofiyasi, instrumentlari haqida gaplashdik. Va O'zbekistonda bu juda ham muhimligini siz boshida aytib o'tdingiz, chunki O'zbekistonda resurslar juda arzon bo'lib turgan, ya'ni Yaponiyani misol keltirdingizmi siz? Boshida resurslar. Yo'q, men o'zim Janubiy Koreyada o'qiganman. Janubiy Koreyada resurslar, ya'ni tabiiy resurslar haqida gapiryapmiz. Tabiiy resurslar. U hamma resurs qimmat. Umuman hamma resurs qimmat. Hamma resurs qimmat. Janubiy Koreyada hamma resurslar qimmat bo'lib turgan paytda ham ulardagi ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar tan narxi O'zbekistonnikidan ko'ra ancha arzonligini siz boya eslatib o'tdingiz. Demak, bu hammasiga tegishli emas, endi men umumiy olganda. Mayli, umumiy, tasavvurda. Umumiy olganda. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, demak, haqiqatan ham biz resurslarni juda ham isrof qilyapmiz. Shunaqa. Ulardan resurslardan samarali foydalanmayapmiz. Shunaqa. Endi siz mana qarang, hozir suhbatimizdan keyin kimdir Kaizenni qiziqib ko'rsa, Kaizen nima, qanaqa deb ko'rgandan keyin haqiqatan ham menda ham boy isrof qilinayotgan resurslar, isrof qilinayotgan vaqtlar yoki bo'lmasam qiymat keltirilmaydigan, lekin olib tashlasam ham hech qanaqangi yo'qotish bermaydigan vazifalar ko'p ekan degan xulosalarni qilayotgan bo'lsa va shu tadbirkor yoki bo'lmasam shu buxgalter yoki shu moliyachi mutaxassis ertadan boshlab men Kaizenni joriy qilishni boshlayman deb turgan bo'lsa, unga siz nima maslahatlar berasiz? Ya'ni birinchi qadamida nimalarni amalga oshirish kerak? Xo'p, men ertaga harakat qilmoqchiman o'zim deydigan bo'lsalar, birinchi bo'lib turib jarayonlarni kuzatishni tavsiya qilardim. Birinchi navbatda internetda ochiq ma'lumotlar borki, Kaizenni 8 turiga yo'qotish to'g'risida olish. Odatda bu ishlab chiqarish uchun beriladi, tushuntiriladi. Men nima qilardim? Agar stomatologiya bo'lgan bo'lsa, buxgalteriya bo'lgan bo'lsa, konsalting sohasiga egasi bo'lishi mumkin. IT sohasiga egasi hamma ChatGPT ga yoki umuman AI ga kirib turib, shu meni soham bu Kaizenni 8 turdagi isrofini meni misolimni keltirib ber deb yozardim. Bilganimdan keyin o'z isrof nimaligini, meni sohamligini tasavvur paydo bo'lgandan keyin tashqariga chiqib o'sha asosiy ish bo'ladigan, производство bo'ladigan qismi bo'ladi-ku, konsultant ishlaydimi yoki buxgalteriya yaratish jarayonida umuman proseslar. Indamay chetda kuzatardim. Qanchalik darajada insonlar, xodimlarim qiymat yaratadigan ish bilan shug'ullanyapti. Chunki ular natija kamroq berayotgani, qiymatsiz ish bilan shug'ullanayotgani ularning aybi emas. Absolyutno ularning aybi emas. Bu tizim aybi, tizim shunaqa qurilgan.
Demak siz xodimlarni ayblamaysiz. Yo'q, absolyutно bunday anaqa yo'q. Chunki uni majbur qilyapsiz 5 metr yurishga yoki cloudga litsenziya olib bermasdan turib, har doim Telegram orqali versiyalarni tashlatishga fayllarni majbur qilyapsiz. U siz aybingiz. U xodimlarning aybi emas. Zo'r. Aha. O'shandan keyin muammolar ko'ringandan keyin umuman Kaizen bo'yicha yana chuqurroq kirish maslahat beradi, kitoblarni o'qishchi masalan. Endi kitoblarda ham ko'proq keyslar yozilgan, ochig'ini aytaman. Muammoni ko'rdik, undan keyingi qadam etmadingiz-da. Keyin proseslarni analiz qilardim. Inglizchasini bilaman, uni ruschasi ham bor, uni topishligi kerak. Kaizen Institute, Lean Institute tomonidan Learning to See, ya'ni ko'rish o'rganish degan kitob bor. Juda ham oson va juda ham sodda tushuntirilganki, o'ta ko'proq proseslarni chizmalar bilan tushuntirilganda, ya'ni biza ko'rganimizdan keyin, yo'qotish bor ekan deganimizdan keyin biza proseslarimizni xaritalab chiqamiz. O'sha zakaz olgandan to yetkazib bergungacha bo'lgan qismini oldim, keyingi qismiga berdim, ishlab chiqarish rejalashtirishni berdim va hokazo. Va o'sha yerda qayta turib qolayotganini. Prosesga ketadigan vaqt bo'ladi va o'rtada kutayotgan vaqti bo'ladi. O'shani o'lchab chiqamiz. Nimaga momentalni keyingi bosqichga o'tmayapti? O'shani aniqlaganimizda mana yo'qotishlar shu yerda bo'ladi har doim. Uni olib tashlashga harakat qilamiz keyin. Olib tashlaganimizdan keyin tabiiy ravishda o'sha nima deydi, bu narsa optimallashtirish boshlaydi. Bitta siklda optimallashgandan keyin tugaydimi Kaizen? Yo'q, hech qachon. Chunki bu Kaizen linear emas, bu doira shaklida, dumaloq shaklda bo'ladi. Har doim qaytib keladi. Demak, yana qaytadan boshlaydi. Qayta boshdan uradi. Mana masalan, bizning oddiygina hozirgi kunda adashmasam 30 dan oshdi, 35 dan oshdi loyihamiz konsultatsiya bo'yicha. Biror bitta konsultatsiya loyihasi o'z bir-biriga o'xshamaydi. Har doim proyekt tugagandan keyin biz ishlatgan metodlar, olingan rezultatlarni qo'shib turib, endi keyingisiga yana nima qo'shamiz deb turib, keyingisiga aniq bitta yoki ikkita instrument yangi qo'shiladi. Siz balki bittada hammasini bermasdan o'zingizga olib Yo'q, men aytmoqchimanki, boshqa kompaniyalarga nazarda tutamiz. Xuddi shu mavzu, ya'ni metodologiyamizni biz Kaizen qilishimizni nazarda tutolman. Zo'r bo'ldi, tushundim. Ya'ni natijaga qarab turib biz olingan saboqlarni to'g'risida gaplashamiz va keyingisiga endi yana ham nima qilsak, ya'ni maqsad nimaki, kam urinish bilan katta natija qilib turib chekka oshirish. Zo'r. Ya'ni keraksiz ishlarimizni olib tashlaylik. Proyektga, отчетga ko'proq vaqtimiz ketayotgan ekan. Mana отчетga, mana qismlar kerak emas ekan deb tahlil qilamiz, olib tashlaymiz, o'rniga buni bera qolamiz deb turib, yangi instrumentlar, yana ham mijoz uchun foydali instrument qo'shishga harakat qilamiz. Tushunarli. Va natijasini olganimizdan keyin keyingilardan chekka oshirishimiz mumkin. Zo'r. Abdulaziz aka, rahmat. Rahmat. Endi shu suhbatimizni shu joygacha kuzatib kelgan muxlislarimizga siz tomoningizdan qanaqa sovg'a bersak bo'ladi? Bitta sovg'a e'lon qiling endi. Sovg'a ikki xil turda qila qolaman. Hozir o'zi momentalniy chiqib qoldi. Eng zo'rini ikkita qilaylik, keling. Bilmayman, birinchisi kitob o'zingiz belgilang, nima masalan kommentariya yozilganmi yoki o'zligida qanaqadir ham Kaizenni yoki yo'qotishlarni ko'rgan odamga Kaizen kitobini originalni sovg'a qilaylik. Faqat ruscha bo'ladi, uni o'zbekchasi yo'q, adashmasam. Kaizen deganni kitobi mana siz aytgan odamga biz va'da beramiz, yetkazib berish kungacha beramiz. Ikkinchisi bo'lsa, agar endi bunga spesifik bo'ladi, rostdan ham xuddi shunaqa yo'qotish ko'rib, faqat 50 tadan ko'proq odam bor kompaniyaga biz 1 soatlik razborimizni tekin qilib berishimiz mumkin 3 ta kompaniyaga. Agar yo'qotishlarni ko'rib, shu yo'qotishlarni yozib, xuddi shunaqa va mana shu yo'qotishlarga yechim izlayotgan bo'lishsa. Yechim izlayotganmiz 3 ta kompaniyaga faqat. Zo'r. Shu. Abdulaziz aka, sizga rahmat. Juda manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Xudo xolasa, kuzatuvchilarimizdan bugungi suhbat haqidagi fikrlarni kutib qolamiz. Izohlarda yozinglar. Birinchi navbatda siz o'zingizning biznesingizda, yoki o'zingiz jarayonlaringizda qanaqa yo'qotishlarni topdingiz va bu yoki deb bo'lmasam qanaqangi ortiqcha qilinayotgan ishlarni topdingiz va ularni siz ertadan boshlab qilmaydigan bo'lsangiz, topayotgan pulingiz kamayib qoladimi, kamayib qolmaydimi? Agar kamayib qolmaydigan bo'lsa, qaysi jarayonlarni ertadan boshlab to'xtatasiz? Mana shularni yozib qoldirishsin, shunga qarab biz boyagi kitobni egasini aniqlab olamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat, charchamang, sog' bo'ling. Xayrlashish kerakmidi? Bilmadim.